Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderlik Pidayla ekranının görürmenleri. Kur'an'ın Nezer programısınınki hürmetlik görürmenleri. Hem onlarınki şu vakti ve bununki vakti her vakit hayırlık olsun. Assalamu alaikum ustaz. Qandavalar yaxshi mabdan tudulma. Aleyküm selam. Allah'a şükür. Qandaq özürüm tichman turiblar. Yaxshi, alhamdulillah. Ahmetcan qarindishimiz yaxshi turibdi meni. Qadrlik görürmenler, bugün Kur'an'da Nezer programımızın 95. sanıga kep kaldık. Buningda Qur'on bilan aramızdagi to'solg'ular to'g'riliq so'zlashmoqchi. Qisqacha bir mazmunni men o'qib o'tay. Qur'on bilan aramızdagi to'solg'ular. Qur'onning o'zgartirilishi imkonsizlikdan paydo bo'lgan qurshov elish hiyilisi din dushmanlarining eng unumli taktikasiga aylangan. Şoňa Qur'ondan uzoqlashtirish, Qur'on bilan aramizga davollarni paydo qilish, bedellarini ig'irlashtirish va qiyinlashtirish orqali voz kechtirish qatorliqlarning hammasi Qur'on bilan aramizdagi to'solg'ularning jumlasidandir. Siz bu haqda nimalarni o'yladingiz? Qandoq to'solg'ularga duch keldingiz? Qur'on bilan bevosita aloqa qilish imkonsizmi? Bu haqda nimalarga muhtojmiz? Qandoq hal qilamiz? Mavjud to'solg'ularning qaysi normal, qaysi binormal, dushmanning qasdi? Qandoq hal qilamiz? Mavjud to'solg'ularning qandoq hal qilamiz qatorliq mazmunlar mana bugungi Qur'onda nazar programmamizning 95. soni. Ustoz Kerem Zahir bilan birga bu to'g'riliq suhbat elib boramiz. Qanday ahvollar ustoz? Yaxshi abdumtullah. Allah'a şükür özlerço. Yaxshi. Endi shu 95. programmamiz bo'libdi. Hmm. Shu boshdan oyoq biz boshqa bir narsa demedik, shu Qur'on to'g'rida gap qilyapmiz endi shu. Hmm. Xalqimizga Qur'onni tushuntirish uchun tirishyapmiz. Hmm. Endi men hozir so'zlagan so'ralgan savollar shu har qanday bir musulmon, har qanday bir Uyg'ur o'zi so'z bo'lgan savollar. Biz mushu savollarga sizlar hayotlarida qanday javoblarni topdilar? Biz bilan bir o'rtoqlashsalar. Qani marhamat ustoz, ekran sizniki. Assalamu alaikum. Dünyanın ayqas yerleri hürmetli qarindaşlar. Mağlanın şu vaxt xeyirlik bolsun. Endi bu naayeti meniki şu 25 ming yillik uzun sefer degende hali bir uzun seferni tasavvur qilsa bo'ladi har qanday odamlar. Chunki men bu Qur'onniki, yana dinniki mushu qalaymaqam bo'lib ketgan mushu manbalarning ichidan eng oxiriga kelib Qur'oni Karimga kelib to'xtab, Qur'oni Karim orqali masalani hal qilish prinsiplarini bilgichlik jarayonim nihoyatda qiyin o'tgan. Chunki men o'qigan, keyingi mushu O'rta Osiyoga chiqib, O'rta Osiyoda 8 yil turish jarayonlarimda asla men bunda xalqi bir yordam qiladigan bir manbaning o'zini tep bo'lolmagandim. Faqat menga yordam qilgan narsa nima degan vaqtda, o'qigan vaqtida shu qog'liqda o'qiyotgan vaqtida tafsir Tantaviy degan bir tafsirni o'qigan. Undan keyin shu Al-Muhaziratul Islomiyya degan bir kitobni shu zamonaviy olimlarniki, shu yangi zamon fanniy olimlarniki yozgan kitoblarini, limaza ta'akhkhara al-muslimun va limaza taqaddama g'ayruhum va fi yadihimul Qur'on degan ash kitoblarni o'qish jarayonlarida musulmonlarning oxir qilish sabablari, ularniki shu diniy sohadagi masalalarning o'zini, diniy soha emas, masala zaten har qanday sohani asli hal qilish kerak din. Ammo ashniki hal qilolmayotganlik jarayonlarini meniki shu taxminan 35 yillik hayotim ashuna bo'lib ketdi desam bo'ldi. Hozir shu iznishda ketayotgan bir odam.
Muşu jarayonlarda nihoyatda qiyin kunlarni boshdan o'tkazdim endi. Men sahoyisniki 5'ini o'qigan, faqat Ibn Majini o'qimagandim. Ibn Majini mushu vatanning sirtiga chiqqan vaqtida Al-Qur'on degan bir torbat bo'lgandi. Aşnada aş sahoyisda hammasi bordi. Shundan ko'rdim. Ko'rib qilsam yerim og'ich ko'rsam u hammasi shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah o'xshash shunday bir kitoblar ekan. Andan keyin shu yerimini ko'rib qo'yib qo'ygan. Ondan boshqa fiqh deymiz, usul nima shu fiqhning masalan Sharh-i Hidoya degan o'xshash. Hozirgi yangi zamon fiqhlar deymiz, shunday fiqhlarning hammasini bir ko'rib chiqqan bo'ldim. Lekin u kitoblar bilan men hozir mush turkilniki olimlarim deyotdi. Bulup Mustafa Öztürk'niki degan gaplarda mushu u qulluq davridagi misol shu nimalar fatvolar hozir qandoq uni ishilta olamiz. Misol u zamondagi chiqqan misol 1000 yil burun chiqarilgan shu narsalarning o'zi hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degandek shundaq gaplarni qilishlar bor. Hamda bu yerda masala nima degan vaqtda Qur'onniki shu prinsip her meseleге yoki her bir manbalige bir qo'yilgan bir prinsipning o'zini bilmaganga qadar insonlar hech bir zaman masalani, ya'ni jamiyatdagi masalalarni Qur'oni Karimga selish orqali hal qilish metodini bilolmaydi yoki hal qilolmaydi. Misol nurg'un olimlarnikini tinglab ko'rmanim qilsam shu zinoga o'zi jazo va tajovuzga jazo yo'q. O'g'irga jazo va bulangchiga jazo yo'q. Deganga o'xshash mushuni qanday hal qilib bo'ladi? Misol o'zi demakki Qur'oni Karim hammaga o'zi nima javob berib bo'lmaydi buni degandek ashtaq bir narsalar bor. Ammo Qur'onda nima deydi degan vaqtida jinoyatni ikkiga bo'lib, yeniq jinoyat, og'ir jinoyat qatorida ikkiga bo'lib muomala qiladi. Yeniq jinoyatlarga zaten jazo shu yeniq bo'ladi. Qur'onda bima kasaba degan o'zi iborani keltirdi. U yerga bima degan kelimaning o'zimi ash qilgan jinoyatiga loyiq jazo berildi degan ma'noni bildirdi. Ama shunga o'xshash bu masalalarni bilish uchun o nurg'unlagan ashundaq kitoblarni o'qib, o tafsirlardan masalan Qozi Bayzaviy deymiz, shu nima Safvat tafsir deymiz, Ibn Kasir deymiz, onun boshqa shu tafsir Kashshaf deymiz, ashuna o'xshash o tafsir Jalolayn, tafsir Kamolayn o'qib qolsin o shundaq o'zi jiq tafsirlarni ko'rib qildik, va lekin jamiyatdagi, ya'ni hozir bo'layotgan, oldimizda bo'layotgan jamiyatdagi masalalarni hal qilish usullarining o'zini hech bir kitobda uni topolmadik. Sababi nima degan vaqtida burunqi bir jamiyatga berilgan javob, masalan, shu Sharh-i Hidoya deymiz, shu kitobdagi javoblar burunqi 1000 yil burunqi jamiyatga berilgan javob bizniki diniy olimlarimizning hammasi shu zamondagi berilgan javobni hala hozir fatvo qilib ishiltib kelyapti. Dunyoning hamma yeriga shu fatvo deb shu bir tal narsani o'zini hamma yerga so'rab yurdi misol. Ammo o narsa hech bir zaman insonlarning azroqli kallasi ishlagan insonning kallasidan o'tmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida shu hozir qo'yilgan savolning o'zida Qur'onning o'zgartirish imkonsizligidan paydo bo'lgan qo'rshav elish yelisi din dushmanlarining eng unumli taktikasiga aylangan degan shu so'zning o'zida nihoyatda chuqur bir narsa bor. O nima degan vaqtida Arablar o'ziniki Qur'oni Karim tushishdan burun o'zining urf-odatlarida insonlarni jazolab kelgan jazoning o'zini keyingi zamonlarda diniy jazo, islomiy jazo yoki bo'lmaydi, shunday bir jazoga aylantirib, shunday jazo berib kelgan. Shuning uchun bu Qur'onning sirtida yana bir tom paydo qilib qo'yildi. Qur'onni qo'rshab qo'ygan bir tom paydo qilib qo'yildi. O Qur'onning o'zini nihoyat ulug'lab, u deganning o'zi alamat ulug' kitob, u degan Allohning so'zi, uni qalaymagan o'zi ma'nosi saq bo'lmaydi, qalaymagan tushunishga bo'lmaydi, uni o'zi faqatla mufassir olimlar tushuntirish kerak yoki bo'lmaydi payg'ambar tushuntirgan bo'yicha tushunish kerak deganga o'xshash nurg'unlagan shunday fatvolarni atrofiga
aşındaq özü tiziş arqılıq o Qur'an-ı Kerimge yaqin kelgili olmaydigan mundaq bir holatning o'zini shakllantirib qo'ydik. Bizmi zaten buncha yo'la uzoq yil ketishning sababi nima degan vaqtda bir tarafdan qo'rqib yaqin bak ishkirlab kirib ketolmay qolgan vaqtlarimiz bo'ldi misolda. To'xta, mushundaq oyatniki mush kelimalarning mazmuni qaragan chog'da Qur'ondagi oyatning o'zi mandaq ma'no ifodalaydi. Aslida deb shundoq bir ma'noni biz aşağıdan o'zi bir chiqargan bo'lsaqmi, lekin uning qilgan tafsir, uning berilgan o'zi Qur'onning sirtidagi fatvolarga bir kichigimizni tortib ishinib kelgan bo'lg'achqa, uni darholligi kallamizni cho'rib etib bo'lolmay, yanada ashunga kallamiz o'zi nim qilib to'xta, kitobda anda bo'lgan ekan bu men shuning o'zini yaxshi tushunmay qolgan bo'lishi mumkin degan o'xshash bundaq narsalar paydo bo'lib, uning o'zini ayndaq hal qilish jarayonlari uzunga ketgan. Endi bu aslida jamiyatdagi masalalarning o'zini Qur'oni Karimga selib hal qilish bek qiyin narsa emasligini, mush Qur'onni tushungilisi, Qur'oni Karimning ichidagi metodlarni tushungilisi, Qur'oni Karimning ichidagi hadis qismlarini bo'libmi, masalan payg'ambarlarningki qissalari ve peygamberinin karşısı tutan kıssalar, şu zamandaki bo'lgan onundan başka nurgun vakaliklerini yaxşı o'qigandan o vakalikni Qur'oni Karim o'zi şu bir prinsip selish orqali kimniki yaxshi ish qilganligi, to'g'ri ish qilganligi va kimning xato ish qilganligi va to'g'ri ish qilgan odamlarniki qayerga bordiganligi, qanday mukofotga erishganligi va xato ish qilganlarniki qanday o'z jazoga erishganligi haqidagi hamma narsa nihoyat aniq o'zi bo'lsa-mu, lekin biz onu bir hikoyaga o'xshash ayndaq o'qib o'tib ketganligi uchun uni nurg'un narsalarning o'zini darhol tushunib bo'lolmay ayndaq o'zi. Chunki uning atrofiga yozilgan, qilingan sharhlar, uning berilgan baholar hammasi sharhlarda boshqacha bir narsa bo'lgandan keyin nurg'un yerlarda zaten bu soat nurg'un to'xtaldik. Qur'onni sharh qilgan, tafsir qilgan insonlarmi har xil mazhabga tava bo'lganligi uchun o'zining mazhabiga tatip şeriyligen ayndaq işler bo'lgandan keyin bizga nihoyat eg'ir to'xtagan bir gap bor. Müşkini haruq qo'shsang, katning ostiga so'raydi degandek, har odam o'zi xos mazhabda bo'lsa, Qur'ondagi shu oyatning o'zini, ya'ni bir oyat bo'lsa, uni o'zining mazhabi tavasiga tortib turib, ayndaq o'zi Qur'ondagi oyatlarning 5'ini egib bosh tarafga ayndaq shariylagan bo'lg'achqa, u bizniki tushunishimiz nihoyat o'zi qiyin to'xtab ketgan. Ben misal Qur'onning o'zini hadis qarta tercüme qilish niyetik kelgan bir zamonlarda. Shuni o'ylab onun qarasam, o bir tal oyatni tercüme qilish uchun o hadisda o'z nurg'unligan ashunda qalaymaqan, biz an deyotgan, biz man deyotgan ashunda narsalar bo'lgan ekan, u mumkin bo'lmaydigan bir narsa chiqdi. Keyin andan hadisel fiqhini birlashtirib turib tercüme qilish niyetik keldim. Kelgan vaqtda u o'zi bir mezgil tercüme qilgan vaqtda u tamamen imkonsuz bir narsa bo'lib chiqdi, hech qanday bir narsa ifodalaydigan olmagan. Nima uchun degan vaqtda u hadis bilan bu fiqh deganni birisi 1000 yil eng oz bo'lsa fiqhning o'zi. Hadisning o'zi 1400 yil burunqi voqealikka tava. Payg'ambar alayhisolamning degan qilganligi aniq bo'lmagan bundaq bir narsalarning o'zi bo'lg'achqa Qur'oni Karimni u 1400 yil burunqi zamonga so'rab olib o'zi u hadislarga, u fiqhlarga bo'ysundirish orqali o'zi tercüme qilish deganni u favqulodda bir o'zalqi ahmoqona bir ish bo'ldi ekan u. Shuning bilan bu yer nima bo'ldi degan vaqtda eng oxirgi hisobda uning o'zi hozirgi zamondagi masalani hal qila olmaydigan, oldimizdagi bo'layotgan ishlarni hal qila olmaydigan, uning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy har xil sohadagi masalalarga aslo javob bera olmaydigan bir narsa holatiga tushib qolgan gapga, shuni o oxirgi nima desa, Qur'onni biz butun dunyolik narsaga javob bera oladigan ve hamma masalani hal qiladigan bir kitob desak, hech narsani hal qila olmaydigan bir holatga tushgandan keyin, adiki bo'lmaydi degan holat tushadigan gap. Shuning bilan eng oxirgi hisobda Qur'onning o'zini qayta o'zi inchiklab o'qib chiqishga, ko'rib chiqishga to'g'ri keldi. To'g'ri kelgandan keyin davomli Qur'onni deyilayotgan, ta'kidlanayotgan masala nima degan vaqtda sen faqat mushu payg'ambar alayhisolamga va butun payg'ambarlarga sizlar mushu Qur'onda, ya'ni men tushirgan vahiyga ergishinglar.
Faqat men tushirgan vahiga ergishinglar degan to'g'riliqlar ashundaqla oyat bor-da. Keyingi ummatlarga degan vaqtda u ummatlarning o'zigimi shu payg'ambarga tushgan narsaga ergishinglar degan to'g'riliqli oyat bor misol. Asla payg'ambar haqida to'qilgan o'ydirma rivoyat yoki payg'ambar qilgan bo'lsa-mu, shu narsaga ergishinglar degan to'g'riliq hech qanday narsa yo'q. Yoki bir payg'ambarning o'ziga sen burungi payg'ambarlar haqidagi narsalarga ergash degan to'g'riliq hech qanday bir oyat yo'q Qur'onda. Har bir payg'ambarga udul shu Alloh tushirgan narsaga ergash degan bir buyruq bor. Shuning uchun o'zi Qur'onda nima desa ittabi ma yuha ilayka degan shu oyatlar yani yomon jiqandi. Sen sana vahiy qilingan narsaga ergash deydi-da. İnsanlarımı o'zi ittabiu degan o'zi oyat bilan keltirgan sizlarmi shu nimaga oyat qilgan vahiyga ergishinglar degan o'zi maxsus oyatlarning o'zi shunday bayon qilingan. Shuning bilan bu yerda hamma narsani tashlab, eng oxirgi hisobda Qur'onniki shu buyruq asosan bütün payg'ambarlar Alloh taolo tushirgan vahiyga ergishibdi. Anda bo'lsa, Qur'onniki bu buyruq asosan sizlarmi shu vahiyga ergishinglar, yani payg'ambar qosi buloqdan suv ichgan bo'lsa, sizlar udullab shu buloqdan suv ichinglar. Asla payg'ambar buloqdan mandaq ichibdiki, buloqdan mandaq ichibdiki payg'ambarning ishkimni hikoya qilmanglar degan shuni narsaga asoslanib turib, uni degan faqat Qur'onga murojaat qilish, Qur'onni tushunish, shu masalaning o'zini qo'lga olgandan keyin, undan keyin bu o'zi diniy masalalarni hal qilish usullari andan o'zi biraqur o'tirib chiqqan bo'ldi. Texi o'zi mukammal bir holatda bütün Qur'onning o'zini mana mushundaq deb o'zi ahkam sohasidagi bo'libmi. Bu narsaning o'zi bütün ahkamlarning o'zi mushundaq deb o'tirib qo'yib olmasaqmi, ammo nurg'u yerlarning o'zi shu sohada o'tirib chiqqan bo'ldi. Mushu nimaga qaragan vaqtda meniki mushu jarayonlarimga, mushu Qur'onni tushunish yoki masalani hal qilish jarayonlarida Qur'onga murojaat qilish, ya'ni diniy kitoblarga murojaat qilish eng oxiriga kelib, shu Qur'ondan boshqa narsadan foydalanishga bo'lmaydigan darajada shunday holat kelishimning butun sabablar nima degan vaqtda Qur'onning sirtidagi butun Qur'onni qorishib olgan hadis bo'lsin, fiqh olsun, aqida kitoblari olsun, misol usul fiqh olsun, usul tafsir olsun, mush kitobning hammasi shu degan vaqtda o dinni o'qiyma, dinni tushunma degan insonlarga faqat uning vaqtining o'zini nima qilish, isrof qilishdan boshqa narsa emas ekanligini o'zini mana shu vaqtning o'zida men tushungan bo'ldim. Shuning uchun bu Qur'onning nazar mush programmasining o'zida nurg'un qatam dedik qarindoshlarga. Faqat Qur'onni tushunish metodi asla o'zi usul tafsir degan bir kitob emas. Usul tafsir deganda men o'sha yerda hozir 2 tom kitob bor. O 2 tom kitobning har birisi xatni hisob qilgan vaqtda har bir kitobning o'zi Qur'ondagi 5 parcha chiqadi. Ya'ni 2 tom kitobning o'zi nima desa 10 parcha Qur'ondagi 10 parcha kitobni o'qigan vaqtda Qur'onni tushunishni o'rganishga o'rgatadi degan gapda. Ammo ashuni o'qigan vaqtda degan vaqtda asla yana Qur'onni tushunishni o'rgatolmaydi o kitoblar. Yani biz shu usul tafsir, usul fiqh, usul hadisni o'qib ko'rdim men. O kitobni o'qib bo'lgandan keyin asla Qur'onni tushuna olmaydigan holatga kelgan gap. Buni o'zi men eng oxirgi hisobda qandoq o'zi xulos chiqardim degan vaqtda bir kichik bolning o'zini ikki qo'ldan tutib per piqirtib shu 15-20 piqirtib o'zi qo'yib qo'ysak, daldanishib o tarafga o'sib, ma tarafga o'sib o'zi yiqilib tushganga o'xshash, shunday qilib qo'ydi insonlarning o'zini. O kitobni o'qigan inson paloni mazhab anda degan, pustani mazhab anda degan, pustani Fukuni olim manda degan, pustani olim manda degan, butunlay shu olimlarniki, mazhablarniki shu oyatga bo'lgan qarashlarning o'zini o'tirib qo'ydi. Qo'ygandan keyin u o'qigan odam cho'disa, hamma qarashni o'qib, u o'qigan oyatning o'zi ya o'zi lag'man emas, ya so'man emas, ya ko'maydi polo emas, hech qanday narsaga baho berolmaydigan bir narsaga aylanib qoladi. Shuni u odamdan so'rasa, bir odamdan falon oyatniki ma'nosi nima yoki u oyat nimani maqsad qildi desa, bu oyatni falon olim anda debdi, puston olim manda debdi, Fukuni mazhab manda debdi, puston mazhab manda debdi.
deb shu o'zi o'qigan shu hikoyaning o'zini ashar so'zlab berdi. Endi siz mushu paloni masalaga Qur'ondagi mushu oyatni dalil qildikan, mushuni qartasiz qanday qaraysiz desa, yana ash hikoya so'zlaydi. Palon oyatni pustani olimning o'zi ya pustani mazhab ash masala qarta mandaq debdiki, ya andaq debdiki deydi. Asla o'zining kallasida uning qarta hech qanday bir tushuncha yo'q. Mana bu nim bo'ldi degan vaqtda biz burunqi darsda deganga o'xshash bir odamga diplom berish kelsa, tamamen yo'lni tep manganmaydiganligi 100% isbotlangandan keyin xuddi shu to'liq shu aroqni toza ichib, hech qanday yo'lni topolmagan darajada mas'ul ketgan vaqtda, ma to'liq mas'ul dema u degan o'zi bir bahona berganga o'xshash, shu diniy maktablarda toza shu o'qib, hech qanday masalaga o'zi javob bera olmaydigan, tamamen shu mazhablarning ya shu olimlarning hikoyasi qilib bergan bir hikoyachi bo'lganligi to'liq isbotlangandan keyin, andan keyin diplom bergan shunday bir holat. Mushu hozirgi vaqtda diniy maktablarda mushu narsa o'zi bo'ladi desak bo'ldi. Mushundaq bo'lyapti hozirgi vaqtda. Masalan, Istanbulda o'zi neni doktorlar bor. Azharni tutgan doktorlar bor. Nemaniki masalan Turkiyada ilohiyatni tutgan doktorlar bor. Doçent doktorlar bor. Ashlarning o'ziga sizlar mushu narsa qanday javob qanday qilasizlar desa, nima deydi desa, faqat o'zi Qur'onda falon oyatni mandaq debdi, uning asosan buni mandaq deb javob bersak bo'ladi deb kesimli ko'rib bir narsaning o'zini o'ttirib qo'yolmaydi. Qo'yolmay uning o'zini butunlay ash mazhabga qarab, falon mazhab, pustani mazhab, Fukuni o'zi olim, pustani olim deb shu olimlarning hikoyasini qildi. Yoki falon hadisda mandaq deb deyotgan, yoki Sharvoqay hidoyatni mandaq deb deyotgan, u narsa u hadisdagi yoki u nimadiki fiqiydagi narsa to'g'ri olamdi, Qur'oni Karimdagi oyatniki maqsadning o'zini ochiq o'zi bayon qilib bera olamdi. Jamiyatdagi masalalarni to'liq hal qila olamdi yo'q, uni hech qanday ish yo'q misol. Mana mushundaq. Shuning uchun bu yerdagi mushu savolning o'zi nima degan vaqtda Qur'oni Karimni tushunish kelsa, Qur'oni Karimning atrofiga din nomida chaplashib qolgan, eslab olgan butun narsalarning o'zini cho'rib tashib o'tish orqali faqatla mush Qur'oni Karimning mushadagi matnisi nimani maqsad qiladi? Bir xuddi bir arablarniki bir roman yoki bir kitobining o'zini o'qiganga o'xshash, bu arabcha bir kitob. Mushu tekstning o'zi mushada mushu bir jumlalar tekstning o'zi bu yerda nimani maqsad qiladi? Degan maqsad bo'yicha tushungan vaqtida, ashunda bir mazmun hosil qilgan vaqtida Qur'oni Karimniki maqsadning o'zini u inson tushuna oladigan bir holat u odamda shakllana oladi. Bo'lmasa kallasiga bütün mazhab, bütün olimlarning hikoyasini solib turib, bütün mufassirlarniki tafsirini solib turib, uningdan keyin u Qur'oni Karimni men tushundim desa, o kallasi o Qur'oni Karimdagi oyatni nega ep qochadi degan vaqtida, boy deganga o'xshash o'zi mushkini aroq qasda shu katning ostiga so'raydi deganga o'xshash, uning kallasi u oyatning o'zini shu katning ostiga so'rab, u yerdagi o'zi bütün oyatniki mazmunining o'zini buzadi. Misol bundaq oyat, bundaq tarjim qilingan oyatlarni jiq Qur'oni Karimda. Shu o'tgandagi sura Fotihaniki an'amta alayhim degan oyatning o'zini nima desa, sen in'am qilganlarniki yo'liga sog'indi, yo'liga yetakligin deb shunday tarjim qildik. Biz o'zi in'am qilganlarniki yo'li bilan bizniki nima ishimiz bor misolda? Bir odam Allohning yo'lida, ya'ni Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda mangan taqdirdimi, u odam u yo'lda 100% holatda mangalishi notoyin. 51% mangsa, o odamning o'zi Allohning mukofotiga erishadi. Xolos. Qolgan 49%ni noto'g'ri qolsimi yoki bo'lmaydi uni imkonsizlikdan qilolmagan taqdirdimi, o'tadi imtihondan degan gap. Endi biz o vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda 49% o'zi mukammal bo'lmagan, 51% mukammal, 49% mukammal bo'lmagan tarafi bor. Mushundaq bir yo'lga ergishishga buyurganligi chiqadi oyatniki. Şu vaqtda biz uning o'zini qanday tushunishimiz kerak degan vaqtda, u uning o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Misol 0,001%, ya'ni mingda, 10 mingda, millionda 1% xatosi bor bo'lsa-mu,
o narsaning o'ziga ergishib bo'lmaydi. 100%, ya'ni %100% to'g'ri bo'lishi kerak u. Allohning kitobi u vaqtda 100% to'g'ri bir kitob. Qur'on mana shunday deyilib, lare hudal lil muttaqin mal zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin degan oyatning o'zimi muttaqilarga yetakchi bo'lishda hech qanday shubha yo'q. Yani 100% to'g'ri bir kitob deganlik bo'ldi. Shu vaqtda bu yerdagi narsa nima bo'ldi degan vaqtda biz u Qur'oni Karimga ergashgan odamlarning yo'li emas, shu odamlar ergashgan hidoyatga ergashish. Qur'oni Karimdagi maqsadi bu. Yani peygamberler olsun, salihinler olsun, muttaqiler olsun, kim bo'lsa ergashgan kitap nima desa, Allohning kitobi bo'lsa, aş odamlar ergashgan kitobning o'ziga, originaliga berib ergashish, shuni o'ziga yetakchi qilib tutish, bu Qur'oni Karim, ya'ni Alloh taolo bizga buyurgan, Qur'oni Karim orqali buyurgan bir kitob ekanligini men bu yerda tushunib oldi. Shu vaqtda o inson nima degan vaqtda Qur'oni Karimning sirtiga chaplashib qolgan butun o'zi axlatlarni supurib tashlab, Qur'oni Karim bilan o odamning o'tirisiga to'sal bo'lib qolgan narsalarni butunlay supurib tashlash orqali faqat Qur'oni Karimning matnisiga eslashga to'g'ri keldi. Matnisiga eslgan vaqtda o odam o'zi o tarjima qilishni bilsa, misol arabchani yaxshi tushuna oladigan, arab grammatikasini yaxshi biladigan shunday odam bo'lsa, o vaqtda o Qur'ondagi oyatlarning o'zini tushuna oladi, undan bir jamiyatdagi masalalarni hal qilish prinsiplarini bila oladi. Misolda, oxirida nima qila oladi degan vaqtda, oxirida o odam o'zini qanoat qila oladigan va boshqalarni qanoat qilgudek darajada, boshqalarni qanoat qildira oladigan darajada bir o'zi hukmni Qur'oni Karimning shu prinsiplariga asosan, buningdagi bu maslik qarta Qur'oni Karimning shu prinsipiga asosan hukm mandaq deb o'zi hukmni chiqarib bera oladi. Peygamber Aleyhisselam'daki hüküm çıkarışındaki sebep, çıkarışındaki bütün asas nerede diye vaqtda Peygamber Aleyhisselam şu Kur'an-ı Kerim'deki prensip asasen ma siniki maya to'g'ri, ma xata, siniki ma qilgan ishing qarta manchilik jazo keldi yoki mandaq o'zi jazoning eg'ir yenikligi ashuni qarta chiqargan hammasini nima degan vaqtda Qur'oni Kerimdagi prinsipni yaxshi tushungan va Qur'oni Kerim shu prinsipga jamiyatdagi masalalarni yaxshi tatbiqlash orqali buniki eg'irligi mayagichilik, eg'ir yenikligini mandaq o'zi o'ttirib qo'ya olgan. Shuning uchun bu yerdagi eng muhim nuqta nima degan vaqtda kallasdagi butun din degan narsalarning o'zini butunlay supurib tashlash orqali faqat Qur'oni Karimning ichidagi mazmunni kallasiga o'zi nimqa vaqtda, qaçılgan vaqtda, o vaqtda Qur'oni Karim ko'rsatgan dinni qaçılgan bo'ladi. O Qur'oni Karimdagi prinsiplar orqali onundakin jamiyatga har qanday masalalarga javob bera oladi. Misol. Jiqaroq so'zlanib ketdi, lekin shu hozirgi ma'nodagi imkonsizligidan paydo bo'lgan qo'rshovga elish hiyilisi deganning o'zi endi bu yerdagi narsa nima degan vaqtida hadis to'g'ri to'g'ri keldi. Bu yerda hadisning o'zi Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan 250 yil keyin yozilgan bo'lsa-mu, lekin uning paydo bo'lishi biroz burun 150 yil atroflarida, ya'ni yoki bo'lmaydi Peygamber Aleyhisselamdan 70-80 yil keyin misol o'sha rivoyatlarga yoki rivoyatlarning paydo bo'lish jarayonlariga qaragan vaqtida Umayya sulolasi qurilib, shu 50-60 yildan keyin rivoyatchilik biroz boshlangan degan shunday narsalar bor. Bu nima degan vaqtda Umayya sulolasi o'ziniki shu davlatning o'zini tutib turish uchun Peygamber Aleyhisselam an degan, Peygamber Aleyhisselam mana degan deb ba'zi oyatlar o'ziniki shu qilgan ishlarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni to'g'rilash uchun onun nasih mansih oyunu oynaydigan qarta ashundaq o'zi rivoyatlarni to'qish orqali shundaq o'zi Qur'onning sirtiga insonlar bilan Qur'onning orasida shundaq o'zi sepil paydo qilgan, to'salg'i paydo qilgan. O to'salg'idan insonlar o'tolmaydigan. Uni o'zi shu vaqtdagi mollalar nima degan vaqtida shu rivoyatsiz o'zi Qur'onni tushunishga bo'lmaydi. Qur'onni udil tushunish bu jinoyat. Qur'onni tarafsiz tutishning o'zi jinoyat.
degenge o'xshash mushundaq o'zi fatvolarni chiqarish orqali Qur'onni udul tushunishni tamoman to'sib o'tgan, uning qarta o'ziniki arzu armonlarini o'zi niyat qilgan fatvolarni qonun deb yezib qoldigan, misol fiqh deymiz, sharh qoidaga o'xshash ashundaq fiqhlarga ashundaq o'zi shu vaqtda ashundaq fatvolarning o'zini tayyor qilgan shu mollalar shu rivoyat tayinib, uni keyingi zamonlarda maxsus kitoblashtirib, uni shu sharh qoida deganga o'xshash ashundaq o'zi kitoblashtirib, keyingilarga mushu shariat deganni qiyomat qoyim bo'lguncha mana mush shariat bilan mansanglar bo'ladi. Asla uni o'zgartirish bo'lmaydi degandek mushundaq narsalarning o'zini o'tirib qo'ygan. Ammo amaliyat nima degan vaqtda o shariat deb yozilgan shu narsaning hammasi shu mollaniki yozgan narsasi. O nurg'u yerlar Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydi. Nurg'u yerning o'zi Qur'oni Karimga to'g'ri kelish ayrı qilib qolsin, zid keladi. Bir qism oyatlar, bir qism hukmlar Qur'oni Karimdagi ahkomlarga to'g'ri kelgan taqdirdami? Nurg'u yerlar to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydigan yerlar nima to'g'ri kelmaydi desa, o shariat mush bo'lsa, sen o'zi buni inkor qilsan qanday bo'ladi? Inkor qilsan sen murtad bo'lsa, murji bo'lsa, kafir bo'lsa, besh batma uningga qalpoqlarni kiygizish orqali insonlarga boshqa bir narsani o'ylash va to'g'ri bir hukm chiqarish bir nemisning o'zini uni kalla ishiltish o'xshash bundaq narsalarning o'zini tamoman cheklash orqali uni qalpoq kiydirish orqali shundaq o'zi yo'llarni tutgan. Hozirgi diniy olimlarning ish qandaq bu ishning o'zi qachon degan vaqtda o payg'ambar alayhisolamdan keyinla bo'lgan ish emas. Bu butun payg'ambarlarning zamonasida payg'ambarlar qarshi turgan mushriklarniki qilgan ishning hammasi o'xshash. Mushriklarning hammasi o'ziniki degeniga to'g'ri kelmasa, buning o'zi murtad, murji degandek nurg'ulg'an bu sarang deganga o'xshash o'qimagan, qarqo'saq deganga o'xshash nurg'ulg'an shundaq fatvolarni chiqarish orqali millatga sat ko'rsatib, uning inovatini tushirish, undan keyin o'zi uning gapini haqiqiy inovatga olmaydigan shundaq qilish uchun bundaq o'zi harakatlarni qilgan. Shuning uchun bu yerda bizniki burun deyotgan narsamiz nima degan vaqtda bizning qarindoshlarimiz, dinda o'qigan qarindoshlarimiz Qur'onni tushunmay desa, Qur'onniki sirtiga yozilgan butun o'zi tafsir, nas kerakning o'zini tushirib tashlab qo'yib turib, o'zining arabchasi va o'zi arablarniki arab tiliniki grammatikasi, shu narsani o'zini yaxshi bilsa, lug'atni yaxshi bilsa, andan keyin arablarniki izoh lug'atlari var. Nurg'un izoh lug'atlari var. Bo'libmi izoh lug'atlarni ishlatgan vaqtida musulmon bo'lmagan insonlarniki chiqargan izoh lug'atlarini ishlashni nihoyat yaxshi bo'ldi. Chunki bu arablarniki izoh lug'atlariniki musulmonlar nima qilgan, tuzgan izoh lug'atning o'zidimi, uning o'zini nurg'un lug'atlarning o'zini islomlashtirgan misol. İslamlaştırıp aşağıda özü şu lügatniki ma'nisini o'zini o'zgartirib atgan shunday ishlarni qilgan. Shuning uchun bu yerda masalan salat kelimasi bir kelimaning o'zida shu nimada asl lügatning asl nimasida nima desa yordam qilish ma'nosida keladi. Ammo uning o'zini duo qilish va kaza namoz o'qish degan o'sha istilo ma'nosi degan bir narsa bor bu arab tilida. Istilo ma'niki 199% hammasi nima degan vaqtida o burmulangan ma'no degan ma'noni bildirdi. İstilo ma'no deganning o'zi o'ziniki shu qayoshig' akib turib ishiltish ma'nosi. Mana shu o'zi arablarning izoh lug'atlarining nurg'unlarining o'zida buniki aslisi mandaq, chunki buni bundaq deyishimizning sabab pustani o'zi shoir. Palon vaqtda palon she'risida buni mandaq deb ifodalagan. Yoki palon yerdagi xalq buni o'zini mandaq deb ifodalaydi. Degandek bundaq narsalar orqali uningki aynan shu haqiqiy ma'nosini o'zini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, va lekin u yerda oxirisiga kelib buni istilo ma'nosi mandaq, buni endi hozir u burunqi mandaq deb ishlatgan bilan uni biz mandaq deb ishlatishimiz kerak deb uni shundaq o'zi shu ma'noga ishlatganligi uchun u yerda nima bo'lgan deganda shuni bilan bu halqi hech qanday Qur'ondagi u ma'noni ifodalayolmaydigan bir holat shakllanib qolgan. Shuning uchun bu yerdagi bizning demoqchi bo'lganimiz nima degan vaqtida eng yaxshisi Qur'oni Karimni tushunaman degan inson
Arabça bilgandan keyin, Arab grammatikasini bilgandan keyin, men bir Arabça bir kitobning o'zini, hattoki ilohiy kitobmi emas, bir normal bir kitobni tarjima qilyapman degan holatda qilsa, o'zi bir qo'rqinch paydo bo'lmaydi, uniki ma'no mazmunlarga chunqur cho'ka oladi. Shu vaqtda uning ichidagi narsani to'liq o'zi ifodalay oladi. Shu vaqtda andakin deb Alloh taolo u yerda nimani maqsad qilmoqchi, u yaxshi o'zi tushuna oladi. Bu yerda Qur'onning atrofini qorishib olgan narsani ham yig'inchoqlagan vaqtida nimaga berib taqildi degan vaqtida fiqh bo'lsin, usul fiqh bo'lsin, mazhablar bo'lsin, qilingan tafsirlar bo'lsin, shu narsalarga diqqat qilish lozim. Rasman shu Qur'ondagi shu oyatini haqiqiy ma'nosini o'zini ifodalay oldimi shu narsa yoki ifodalay olmadimi? Bunga diqqat qilish lozim. O sharhga qaramay turib shu birinchi qadamda shu nimaning o'zini, shu yerdagi bir jumla oyatning o'zini yaxshi o'zi nima qilish lozim. Nima qilish hamda nima deymiz buni? Yaxshi tushuncha hosil qilish lozim. Onundan keyin bir oyatni topsa, shu oyatga munosabatli butun oyatlarni yig'ib shu yerda onundan keyin unga bir xulosa sifatida butun oyatning mazmuniga asosan bu yerdagi bu oyatning maqsadi mandaqga degan vaqtida hech qanday bir odamga, bir mollaga yoki hech narsaga ehtiyoj kelmaydi. Chunki Qur'onda ikki xil usul bor. O ikki xil usulning bir nima degan vaqt tafsil bayon qilish. Yani birisi tafsil o'zi tushuntirish, birisi yani birisi tafsil bayon. Birisi bayon bilan, yani birisi fusilat degan o'zi tafsillashtirish o'zi nimasi bilan bundaq o'zi keladi. U yerda misol sura nimaniki ma shu Baqaraning 5-idimi zalikal kitob la rayba nima la rayba fihi hudal lil muttaqin degan vaqtda muttaqining oxirisidagi shu halqi va bil oxiratum yuqinun g'o'g'ishlik hammasi muttaqiniki tafsiloti. Yani mandaq qilgan, andaq qilgan odamlar uchun, yani ashda qilgan odamlar uchun o odamlar shu ishni qilmoqchi bo'lsa, Qur'oni Karimga qarab turib, Qur'oni Karimda shu ishni qanday qilishning o'zini ko'rsatgan. Shu bo'yicha qilgan vaqtda o odam to'g'ri qilgan bo'ladi deb ashada o'zi nihoyatda yaxshi bayon qiliqliq tafsili. Shuning uchun her narsaniki tafsilotni ham bilish lozim. Qur'onda bu sohat nihoyat kam. Misol bir azobning o'zini odatda nima qismi ularga mandaq nima Bani Isroilniki shu nima Fir'onniki nimalar tarafdan chekayotgan azoblar haqida tushuncha bo'lgan vaqt tushundigan vaqtda shuni bayon qilgan vaqtda ular sizlarga nihoyat qattiq azob qilyapti deb bayon qildi-da. Birinchi o'zi uni ashtaqnim qildi. Bu ham qanday qattiq azob qilyapti degan vaqtda yuzabbihuna abnaakum va yastahyuna nisaakum deb o'zi bayon qildi. Yani sizlarga nihoyat qattiq azoblarni qilyapti deganning o'zi oyatdagi oxirgi nima desa aniq tafsiloti. Ya'ni sizlarniki erlaringni o'ltirib ayollaringni oyoq osti qilyapti. Yani oyoq osti qilish orqali sizlarga mana shunday azoblarni qilganti deb Qur'on shunday tafsili bayon qildi. Ikkinchisi degan vaqtda buniki bayon deydi Alloh taolo summi inna alayna bayona degan oyat bor. Qur'oni Karimni bayon qilish, ya'ni sharhlash bizniki vazifamiz deydi. Masalan, Qur'onniki isimni qilishchi 4-5 oyat bo'lish kerak yoki uning nima shu sura Baqarniki 5-da xatamallohu ala qulubihimniki nimasi shu xatamallohu ala qulubihim va ala samihim degan oyatning o'zini boshqa oyat nima deydi degan vaqtda yani aqli turib o'zi nima qilmagan, bir narsaning o'zini his qilmagan, quliq turib uning o'zini to'g'ri anglamagan, yana aql ko'zi bilan anglamagan, aql ko'zi bilan ko'rmagan mushundaq odamlarning o'zini Alloh taolo summun bukmun umyun deb o'zi bayon qilganligini ko'rsatdi. Yani buning o'zini tarjima qilgan vaqtda aynan so'zma-so'z tarjima qilib qo'ydik misol. Ular nima summun bukmun umyun deganning o'zimi gacha shu bir narsani ko'rmaydi deb lekin shunday tarjima qilib qo'ydik. Amaliyotda u odamlar anglaydi, ko'radi, bir narsani his qiladi.
Ammo his qilmaslik sevilish yoki u narsa to'g'ri bo'lsinmi, to'g'ri narsaning o'zini to'g'riligini e'tirof qilmay turaverishdan iborat shundoq o'zi xislat. Buning o'zini bizda nima deydi? Xufsallik demda uni. Cahillikmi? Xufsallik, ya'ni Xufsallik. Ha. xufsallik qilib, o bir narsani anglasin, anglamaslikqa, ko'rsin, ko'rmaslikka, bilsin, bilmas sevagan insonlarni Alloh taolo gacha qarg'i deb o'zi shundoq o'zi bayon qiliqliq. Uni boshqa oyatlarda ochiqanda bayon qiliq. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda diniy olimlarimiz bir narsa ashtax yer bo'lsa, ko'z ko'rayotgan odamni qarg'i deyish, kallasi ishlayotgan odamning o'zini bir narsani bilmaydigan odam deyish, bu o'zi aql mantiq to'g'ri kelmaydigan narsa. Ammo Qur'onda shunday oyat chiqqan vaqtida uni boshqa yerdagi oyatlar orqali aslida bu mandaq degan gapga. Biz bir kallasi ishlab turgan odamning o'zini bir savolni so'rasak javob beramiz, döt deb qolamizda. Döt deganing o'zi u ishni bilmaydigan odam degan ma'no chiqadi aslida. Yoki jahil narsa asosan deb qolamiz. U nima degan bo'ldi? Uni jahil hech qanday narsa o'qimaganligidan derak olmaydi. O odamning o'zi yoki zo'mizo uni bilmaslik sevagan, yoki bilmay o'zi bilmaysa başlaydı o'zi turib olgan, hech narsa demay turib olgan odam yoki bo'lmaydi biz man desak boshqa bir narsani deb turgan ekan, andik u yerda nima deydi desa, uni jahil narsa ekan deymiz. Yoki ba'zi odamlarga yaningdagi narsani elavatar desak, yendi turgan narsani ko'rmay may qarasa, qarg'imsan deymiz. Misolda, xuddi shunga o'xshash bir gaplar endi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'onning o'zini bir odam uning o'ziga bir sharik qo'ysa, unimi Xudodan tushgan narsa qilib olish. Ashining o'zini 100% to'g'ri deb e'tirof qilib qilish, bu o'zi nihoyat xato bir qarash. Shuning uchun bulvagan shu narsalarni biz o'zi cho'rib tashlab o'tib, Qur'onga udul berib murojaat qilishimiz va Qur'onni udul tushunishimiz nihoyat muhim. Allah razı olsun. Ondan keyin buniki yana bir tarafi bor. Qur'onni tushunishga to'salg'i bo'layotgan. Uniki birsi misol bir odam Qur'onning o'zini to'g'ri tushunadigan bo'lsa-mu, uning o'zini bazaga soladi xalqning o'zi. Bazaga solib, uni qanchalik odam to'g'ri deyapti, qanchalik odam xato deyapti. Mushunga soladi, odamlarniki uni o'zi qo'llayotgan odamlarniki oz ko'plikka asosan uni to'g'ri xatoligini nim qilish, to'g'ri xatolikka baho berish o'xshash bunday ahmoqona bir ish bor. Mesela Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı okuyan vaxtida nurgun adamlar onun özü bay diyen okşaş onun doğruluğunu bilsin o bilmezse aldığan aydak adam nait köptü. Yani 90% desek boludu aydak boğandı. 90% adamniki onun özü ergeçmey turu edişi o Kur'an'daki hatalığıdın Peygamber Aleyhisselam o hakkı devatkan Kur'an'daki hatalığıdın emez. O yerdeki neresi neyim o diye vaxtda insanlar biz ata-bobamiz ergişip kelgan, tutib kelgan yo'lga ergişimiz. Yoki ko'pchilik mangan yo'lda biz mangimiz deydigan shunday o'zi qarg'ularcha bir yo'l tutish mavjud bo'lg'achqa insonlar mana mush yo'lga ergishib, to'g'riga o'zi to'g'ri usul bilan ergashmaydigan bundaq narsa paydo bo'lib ketishlik. Shuning uchun bu yergi narsa nima degan vaqtda har odam o'ziniki ayrim beshi bo'lgandan keyin u yerda o'zi uni tahlil qilish va o'zi muloyiz qilish va o'zi uning bir to'xtab turadi deb o'ziniki aql suzgichidan suzib o to'g'ri xatoligini o'zi tafakkur qilish nihoyat muhim. Ya'ni uning o'zini paloni mollaga berib deb beqish, paloni mandaq deyapti, ash qandaq deb uni undaq deyishga hojat yo'q. Chunki Qur'oni Karimda zaten hamma narsa dalil isbot bilan keladi. O delilmi zaten odamni qoyil qilgan darajada bir delil bor. Shuning uchun bu yerda o Qur'oni Karimdagi qo'yilgan delil o'tirib turug'lig'in bir mollamniki, ya'ni bir jamoatniki aqldan o'tkazishniki hech qanday hojati yo'q. Shunga bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz bor.
Bu halkı Kur'an'ı niki aşu nimeler hemmesi toğru bolgan taqdirdimi o cemaat moşunda bolgandan men o'ttir yol tutup bu cemaat nem degan bolsa, qaysi yolda mangan bolsa, aşını mangay dep moşunda deyotgan insonlar bor. Qur'onda bu o'ttir yol tutish to'g'riliq hech qanday oyat yo'q. Hamda o'ttir yol tutgan insonlarni Alloh taolo Qur'onda nima deydi degan vaqtida bir oyat bor. La ilaha ulay ve la ilaha ula muzevzebine beyne zalik degan oyat bor. Aş oyatning 5'ida munofiqlar haqida bayon bu. Munofiqlarniki holi qanday degan vaqtida ya o tarafda emas, ya ma tarafda emas, orasida qolgan odamlar deydi. Yani o'ttir yo'l tutdim deb o tarafda emas, ma tarafda emas odamlarni Qur'on nima deb baho berdi degan vaqtda munofiq deb baho berdi. Yani bundaq odamniki aytgan iymoni hech qachon o'zi iymon bo'lmaydi. U ahmoqlik qilib o'zi ibodat qilish, namoz o'qish, ro'za tutish ishlari hammasi nolga teng bo'ldi odamniki. Shuning uchun bu yerda o'zi iymon masalasida o'tir yo'l degan bir narsa aslo mavjud emas. Yo'l faqat bir. Ya o tarafda ya bu tarafda olduğan gap. Bu o'tir yo'l tutgan odamnimi Qur'oni Karim nayt qattiq o'zi haqorat qiladi, chunki bu insonning eng eskisi. Odamning eng eskisi ashalar. Chunki xoinlik qildigan, misol munofiqlar ashtaq odam, asha o'tirdagi insonlarni chiqadi misol. Shuning uchun Qur'on bu insonlar intayin xatarlik insonlar ekanligini bayon qiladi. Yani Qur'ondagi shu Sura Baqara'niki bosh tarafida ve minen nasi men yaqulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin degan aş ayetning o'zimi aşununga delil bo'la oladi misol. Biz Alloh oxirat kuniga ishondik degan odamlarning o'zini ular haqiqiy Alloh ishongan insonlar deb qarashga bo'lmaydi deydi. Nima uchun degan vaqtda yuhadiunalloha vallazina amanu. Allohga, ya'ni mu'minlar hiyla ishlatadi. Mu'minlar hiyla ishlatganlik Qur'oni Karimda bir inson yana bir insonga hiyla ishlatish o'zi cheklangan. Haram deydi Qur'on. Bu Allohning qonuniga hiyla ishlatganlik bo'ldi. Allohning qonuniga hiyla ishlatganlik, Allohga hiyla ishlatganlik bo'ldi. Bunda qilish orqali u men iymon etdim, Allohni tu'ndim va qiyomat kunida men jannatni o'lsam men jannatga kirish umidim bor degan o quruq umidi hammasi nolga bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bu iymon masalasi chaqchaq qilgan masala emas. Qur'on qanday ko'rsatgan bo'lsa, shu bo'yicha iymon keltirmay turib, u odam mu'min bo'la olmaydi. Qur'onning o'zida bor. Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha iymon keltirgan vaqtida u odam o'zi mu'min bo'la oladi. U boshqa o'zi olimlar yoki iymon haqida yozgan kitoblarga qarab, iymon etgan insonlarniki hech bir zaman iymoni u iymon bo'lmaydi. Onun uchun o'zi Qur'onda bir odam iymon mandaq bo'ldi degan bo'lsa, u odamniki Qur'ondagi oyatlarning o'z delil bo'lishi kerak. İman haqidagi oyatlarning delil bo'lishi kerak. Shu delil zodi aniq ashada ifodalangan bo'lsa, ma'nosi shu deyilgan so'zda ifodalangan bo'lsa, uning o'zi to'g'ri. Ammo uniki beshini qaydirib, bu oyatniki o'zi beshini egib, mazhabga selib, u yerda iymonni boshqa bir narsa qilib ko'rsatgan bo'lsa, u vaqtda onunğa ishonishning o'zi iymon bo'lmaydi. Qur'on ko'rsatgan iymon bo'lmaydi. U odam qiyomat kunida men iymon etgandim-ku desa, Alloh taolo undaq iymonni qabul qilmaydi. Shuning uchun bizniki oramizdagi Qur'on bilan oramizdagi musofirniki uzatayotgan narsa 3 narsa var. Hozir ikkisini dedik. Birisi Qur'onning sirtida yozilgan din nomida yozilgan kitoblar. Hadis kitapları, fiqh kitaplar. İkincisi ata-bobamiz tutib kelgan yo'l deb, shu bir yo'lga kirib olaylik, u yo'lning o'zi bizni manzilga aparalamdi, zaten aparamaydigan aniq buluqliq, shunday bo'lsa shu yo'lning o'zini to'g'ri deb ketdik. Shuning o'zi bizga nihoyat xatarlik. Buniki eng yomon narsa bor. U yomon narsa nima? Degan vaqt eng yomoni buning ichida mushu narsalarniki to'g'ri emaslik ekanligining o'zini bilmay turib insonlarga shu narsani to'g'ri deb tashkil qilayotgan diniy zotlar. Bu eng o'zi xatarlik narsa shu. Yani diniy zotlar shu narsalarniki xatoligini orig'dak imkoni borlarmi yoki shuning o'zini to'g'ri deb insonlarga
Şunu bazağı selip, Kur'an-ı Kerim'ni udul düşen olmaydı. O diyen Allah'ın sözü dev oturup aşına özü düşen gibi bulmaydıgan näs kılıp köstüp Allah Teala onu düşüne alaysızlar. O hem adam düşüne alaydıgan şundak bir kitap o. Adetde aş Muhammed'in özüm okumagan bir adam. Şu adamın özü düşünge yerisizler onu düşüne alaysızlar dese, ya biz düşünemayız. Dep yani cahillik kılıp zo düşünmez selip özünün özüne aşağıda ravayet tatip, fikihi tatip, aşağıda insanların kaymukturu jügen bu dini sahadaki bu insanlar en xatarlik mahluqlarning birisi şu. Çünkü bula tarixten buyan yani bulupmu Uygur tarixida insanlarımızı en köp ziyan tatqızgan, milletimizge en çoğ ziyallarını ekegen ve devletimizin özünü tamamen yoktuş halatiga girdabı keltirgen insanlar bu şu dini sahadaki insanların köp çıkılık. Hemmesi emas, bunun için naati vatan milletini söydigan, onun için özü köreş kılgan insanlar var. Lekin vatan milletini süyüş ayrım bir mesele. Kur'an-ı Kerim arkalık vatan milletinin meselesini doğru hal kılış meselesi bu bek çoğ mesele. Vatan milletini söydim de oturup Kur'an-ı Kerim'ni hata teşvik kılıp yoki din namida yazılgan hata narsalarni teşvik kılış arkalık milletini hata yolu başlaş bu özü vatanni milletni doğru söyleyenlik hesaplanmaydı. Onun için bu yerde 3 amil en xatarlik dinni tushunishga en çoğ to'salg'iyotgan amil mush 3 amil. Ya'ni din haqida yozilgan diniga to'g'ri kelmaydigan materiallar, kitaplar. Birinchi, ikkinchisi ota bobamiz ergishib kelayotgan yoki bu ko'pchilik o'zi mengayotgan yo'llar deb o'tirib, shularning orqasiga ergishib menish. Her odam o'zining kallasini ishiltishdan o'zi mahrum qilib, o'zining kallasini ishiltishdan mahrum qilib, bu yerda o'zi boshqalarning kallasiga o'zining kallasini ijaraga berish, bu nihoyatda o'zi og'ir bir masala. Bu eng cho'ng xatolikning ikkinchi birisi. Uchinchisi, bizning ishimizni umash qilib o'tgan, uning ichidan o'zi chiqqili o'g'siz holat keltirib o'tgan narsa nima degan vaqtda ashundaq bütün mezheplerge iman keltirib olgan, bütün mollalarga iman keltirib olgan, bütün öz dini sahada din namida yozilgan axlatlarning hammasiga iman keltirib olgan insonlar. Bu nihoyatda o'zi bizga xatarlik. Asla o narsaning o'zi o nimaniki oshpazning nima xamir emas, bu Qur'onniki oyatlari. Xohlasan uni lag'man qilgan, xohlasan so'man qilgan, xohlasan non qilgan, xohlasan sams qilgan narsa emas. O narsa maxsus bir narsani ifodalaydigan narsa. Sen berib uningda o insonlarniki amaliy hayotidagi hal bo'lmagan masalalarni ashunday hal qilish orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun tushgan kitob. Asla uning o'zini bir kun andaq bo'lib qoldigan, bir kun mandaq bo'lib qoldigan, bundaq bir ma'no chiqargan bir narsa emas. Muqim uni ifodalaydigan bir narsasi bor, misol. Shuning uchun bu yerdagi eng cho'ng masala mana shu. Shuning uchun bu yerdagi bizlarga rivoyatlarga, fiqhlarga shunday ergashganligimiz uchun, uni ergishing deb tashqiqotgan insonlarniki gapiga ishonganligimiz uchun bizniki urf-odatimiz, madaniyatimiz va nurg'un sohalarimizga daxl tarz bo'lib kelayotgan narsa nima degan vaqtda shu diniy fatvolar. Misol özümüzdeki şunçilik güzel medeniyetlerimiz var. Bir millet başka milletniki medeniyetini, kiyim medeniyeti olsun, tamak medeniyeti olsun, örf adet olsun, şunun özünü küçürüp ekilip, onu mu din namıda milletki teniş. O millet mi şundak bir millet altı kip kalıqtı ki, bir devanın özü kilip aşağıda, ma'u meni mandak dese, toxtiya var, nim devatsa deydigan mandak insan çıkmak misal. Bir Arapning kiyimini ekilip, mush kiyimni keştek savab bo'lib desa, yoki ma diniy kiyim desa, to'xtab turar, nima deyapti? Kiyimning diniy kiyim degan narsa bo'lamdi. Har millat Alloh taolo nani yap degan bo'lsa, o'zining shu milliy kiyim bilan shu yerni yapsa bo'lmadimi? Deydigan bir narsaning o'zini diyanmoqlik, diyanmaydigan holat tushib qolganlik. O bizniki shu odatda o'qimagan, savozsiz ma diholi bo'lsa maydigo. Ziyali olan insanlar mı var o dese, o ziyalilar mı aşındak bir yer girip kalıqlık. O molla özü
Aşağı beyimin hutbu okup, aşağı elhamdülillah falan filan deb oturup aşağıda öz beyimin hutbulunu okup, onundan keyin öz insanlarga aşağıda beyimin hikayeni sözlep berse, aşının için toğrusunu toğra, hatasını hata diyemay, beşini içigi tıkıp aşağıda olturduğun bir halet kep kaladi. Bu qandaq endi kalla mesela, qandaq aql, qandaq bir özü jasorat degan narsadan asar yo'qib ketdi bu millatda. Mesela. O'tganda bir gapning o'zida Allah Taala bizni nayet öz Peygamber Aleyhisselam'dan şundaq yaxşı ko'rgan bo'lg'achqa, sahobalardan yaxşı ko'rgan bo'lg'achqa, aş Peygamber Aleyhisselam va sahobalarga bermagan shu zulmni bizga berikligini yig'lab ketgan gapda aş maydonning o'zida. Voy Xudo zoti bizni yaxshi ko'rib ketibdi. Bundan bek og'ir jazo versin bizga rozi degan kelgan gapda. Xudo biz nima qildik? Buncha ola zulmni qilib bizga. O zulmni aş bizga zulm qilayotgan Xitoy qilsa bo'lmamdi deydigan bir narsaning o'zini diyalaydigan bir inson chiqmoqchi misol shu yerda. Bu qandaq aql, qandaq mantiq. Onun üstüne Xudo dunyoda insonlarni besiga zulm qildigan, besiga rohat berdigan ashundaq bir narsa Qur'oni Karimda bormi? Yo'q. İnsonniki hech qanday ishi aralashmaydigan to'g'ri oyat va Qur'onda. Agar xohlasa Allah Taala bütün insanlarni birli ummat qilib atalaydiganligi to'g'riliq. Xohlasa insonlarga podshohlikni bera oladiganligi to'g'riliq oyatlar bor. Bu nima gap? Xohlasa Allah Taala shuni qila oladigan qudrat bor degan gap bo'ldi. Ama Allah onu qilmaydi, chunki sen qilsa o ishni degan gap. Podshoh bo'limi degan odam podshoh bo'g'dak darajada uningga sen kurash qilsa, shu vaqtda bo'lsa o podshoh deganning o'zi, podshoh degan o'zi yozsan Xudo osmonni tushirgan bir narsa emas o. Deydi Qur'onning o'zi. Mana mushundaq yerning o'zigimi ashda gapni qilsa, bizniki xalqimiz shuning uchun nurg'ulg'an ziyolilarimiz bo'lishi mumkin. Ashlar bir og'iz gap qilmay, beshini ichiga tiqib, undaq turuqliq. Onda bo'lgandiki molla og'ziga kelgan demaynim deydi. Shuning uchun millatimiz o'g'aq bo'lishi kerak. O'g'aq bo'lsa, u diniy sohadagi odamni majbur to'g'rini so'zlashga majbur qildi. Har bir gapni qilib xatosini nima desam, xato qilma bu. Qandoq bu narsa bu to'g'ri bo'ladi bu? Degan vaqtda to'xtab tura, deb andagi uyga berib kitob ko'rdi, Qur'onni ko'rdi, shuni to'g'risini topdi. U xato yo'lga qilib biz o'tirasiyat anlagan bu narsaning o'zini. Bu saqchilarning o'zini parxor qilayotgan odamni parxor qilayotgan narsa saqchi emas deydi. Saqchi o'zi parxor bo'lib ketgan narsa emas. Uning shu tutilib qolgan masalan, pasporting bormi deb shunday pasport tekshirsa, ishtigar rahmini qo'yibdi oldi deb pul bergan odamlar uni parxor qilib aytdilar. Deb shunday gapni qilganda uning o'zini to'g'ri bir gapga, xuddi shunga o'xshash, shu molla gap qilsa, ashni xato gap qilsa-mu, xato gap qilding deyolmay, xato gapni qilishiga yo'l qo'yganligi uchun bu yerda mollaning hammasi nima desa, nima desa bo'ldi bu yerda. To'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, arabcha 4 og'iz gapni qilib oxirida ashna o'zi Uyg'urcha o'zi nima desam, bo'laverdi bu insonlar kalaga o'xshash. Meni oldimda o'zi turaverdi o'sha yerda. Gapimni anglab, deb ashna ko'rib ketdik. Asla o'zi meniki bu gapimni to'g'ri yoki xato deydigan bir baho berishga bularda unda jasorat yo'q deb uni o'zini u molla biliklik. Shuning uchun bu insonlar nima desa, o yerda o'zi o'kuzdek turgandan keyin uni o'zi qildiganini qilib, deydiganini deb shu yerda o'ziniki shu xato narsaning o'zini millatga yetkazishlik misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam mesela peygamber bo'lsa-mu, mesela Badr urushi bo'lgan vaqtida bir yerga tushdi. Bir o'zi Zaykash bir yerga. Hamda o Saudiya Arabiston deganda istiqnoat qattiq bo'ldi. Qumliq tushsa, o qumni teyib minishning o'zi nihoyat qiyin. Unda bo'lgandan keyin Peygamber Aleyhisselam mushasal muvofiqmi deb biz Zaykash yerga tushgan vaqtida o nimani bildigan askarlikdan xabar nimalqi urushdan xabari va urush qatnashib bakkan odamlarning atrofida baki aylama shu odamlar ya Rasululloh Alloh taolo sizni mushaga tushishga buyurdimi yoki sen o'zingniki o'zi ra'yi bilan mushaga tushdingmi degan vaqtda payg'ambar alayhisalom yo'q men o'zimning ra'yi bilan
o'sha yerga tushishni qaror qildim degan vaqtda xato bu yerga tushishimiz deydi. Bizniki xalqimizning orasida ashta qadam bo'lishi kerak. Bir molla gapni qilayotgan vaqtida molla emas, har qanday odam, mayli siyosatchi bo'lsin, mayli qanday insonlar bo'lsin, to'g'rini demagan vaqtida ma to'g'ri emas deya olish lozim. Bizning oramizda siyosatchilar ashta muttaham bo'lib ketishlik misol. Nima desam, meni to'g'ri degan holat kerakli, shuni o siyosatchilarmi shu deganni qilib, o'sha yerda millatni ahmoq qilgan siyosatchilarmi mavjud hozirgi vaqtda. Mollaga o'xshashlar. Shuning uchun millat o siyosatchilar o'tirdi, siyosatchilar olsun, molla olsun, har qanday odam bir gapni qilgan vaqtda to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa u yerda "ma xato" deb deyish lozim yoki u xato degan vaqtda u so'zlayotgan odam uning to'g'riligini dalil isbotlash lozim. Mana bu vaqtning o'zi nima bo'ldi desa, uning to'g'riligini isbotlagandan keyin u odamni qoyil qilsa, u to'g'ri bo'ldi misol. Shuning uchun bu yerda eng muhim masala yana berib nega taqildi degan vaqtda millatning o'ziga berib taqildi. Millat u yerda o'kizdek turmay, o'sha deyilayotgan gapga kallasida bir son bo'lish lozim. To'xtatira, men to'g'ri deyapman, men xato deyapman, men to'g'ri emas-ku bu. To'xta, mollam. Ma o'zi yoki siyosatchi kim bo'lsa bo'lsin, ma bu menda men kallamda o'tmadi, buni o'zi nemish qilmada deymiz. Yoki nemish qilamiz buni o'zi menda. Buni dalil isbotni keltira deyish lozim. Shu yerda o'zi u dalil isbotni keltirib buni qoyil qila olsa, u vaqtda tamam deb o'tsa bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi meniki yig'inchoqlab mush xulos qatorida bizniki mush dinimiz bo'limi Qur'oni Karimni yaqin keltirmayotgan, yaqin kelsa uni yiroqdir deb shunday maylisini ishtirayotgan omilniki eng chong ikki omil uni harakatlantiruvchi kuchniki mush diniy sohadagi insonlar ekanligini men shunday xulosladim. Qilib qolgan yeri bo'lsa bizniki birodarimiz Abdulaziz Bashto'ra qarindishimiz o'tirib qo'ysa bo'ldi deb o'ylayman. Marhamat. Allah razı olsun. Rahmet ustaz. Naiti yığınçak 3 noktaga hem de merkezleştirdiler. Yeni bir şeyge hem de yeni bir mesele açı. Bu Kur'an-ı Kerim'ni acayip mukaddes kitap deb, bunu acayip ulug'lab etib, bu Allah'ın sözü o'qishga biz nima uchun buni tushundik olguchi. Yoki birisi elab o'qib, men bu kitobni tushunib boqay desa, sizlar degandek 3-chi turdagi odamlar, va sen nima eding senchi? Sen mushu aqling bilan mushu kitobni shunda ulug' bir kitobni tushunay deydiganga sening nima hadding hamcha sen kim? Manda deydi hamcha. Al o adam shuni voy men nima etim bilan men hech nima kelmas uchun. Kitobni tushungandek mening aqlim bu kitob nerede, mening aqlim nerede deb kitobni ulug'lab aytadi. Shuning bilan onun yaqin kelmaydiganga, yaqin yulatmaydiganga, ondaki bu tarat bo'lmasa bo'lmaydi, tarix olmasang Qur'onni o'qisang bo'lmaydi. Qur'on deganni anliq ma'nisi tushunaman desang, ezib ketsa, aqlingni ishlasang ezib ketsa, bu chuqur. Shu bir hadis olmasa yoki bir tafsir olmasa, ondan o'shida tushunmasang, o ezib ketsa debchi, muhimda qatma-qat nimalar bilan nima qiladi-da. Eng muhimi aşağılıkı pek ulug'lab etish uchun bu Qur'on kitobi muqaddas kitob debchi, o'zimizdan ayrim hayotimizni ayirib etadigan bir ish bor. Qur'onniki muqaddasligida hech qanday shubha yo'q. Sizlar uni muqaddasligini zaten e'tirof qildim, men e'tirof qildim. Ammo bu inson yaqin berishga bo'lmaydigan bir kitob emas. Ya'ni Alloh taolo nima deydi desa, siz o'qib uni bilan to'g'ri yo'l tepishni tushundim ben bunu deydi. Hudallil muttaqin degan nima desa, xato ish qilmayman, to'g'ri ish qilsam bo'ladi. İşimning hammasi to'g'ri qilsam bo'ladi degan odam Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa, u odam nima qiladi? To'g'ri ish qila oladi deb tushunishlik. Bunu nima desa, muqaddas deb bilish, muqaddas deb bilishniki doirasini uni tutmaslik, uni yaqinlashmaslik, uni Qur'onniki matnisini aynan o'zi tarjima qilib ko'rmaslikka olib taqvilish orqali insonlarni yiroqlashtirish bo'lganda bu nəhayət xata bir nəsə olğan. Bunun üçün bu yerdə hazır siz degəndək
Biz bu kitaptaki mukaddes yani bir Allah Teala tarafından düşürülgen mukaddes kitap ekanligiga iman keltiriklik, işniklik ve lekin bunu biz udul o'qib, uningdan o'zi ma'no chiqarishga bo'lmaydi deb bundaq bo'lgan tushunchaning o'zini tamoman tushirib tashlab o'tdiqlik. Ya'ni bizni demoqchi bo'lganimiz nima degan vaqtida bütün o'zi insonlar Qur'oni Karimdan udul o'z ma'no ola olishi lozim. Udul onu tushunib, o'zi uningdan osh orqali o'zining masalasini hal qila oladigan bo'lish lozim. Uning sirtidagi o tafsirlar, oyatlarniki masal nimalarni beshini egib qilgan tafsirlarniki hech birisiga undaq qilqi ahamiyat verib ketishga bo'lmaydi. Lekin uni tamoman nima emas, amalqi kichkina foydalanish manbasi qilib o'qib ko'rs bo'ldi, lekin uniki Qur'onning haqiqiy ma'nosi mushu deb tamoman mufassirlarniki deganning hammasini Qur'onning ma'nosini aynan o'zi shu degan holatda bundaq ko'z qarashda bo'lib olish bu xato bir narsa. Mufassirlarning to'g'ri qoyalarim bor. To'g'ri qoyalarim bor, to'g'ri ke deb olsak bo'ladi. Ammo u yerda xato qoyalarini bu degan alomat olim deb o'tirib, u xato yerini to'g'ri deb qabul qilib olish bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun xato yeri bo'lsa, hamma mayada to'g'ri bo'lmay qolibdi deb boshqa tafsirlarga qarash yoki Qur'onning matnisini yoki shu sohadagi butun oyatlarni to'plab akirib, uni tushungan vaqtda hech qanday narsaga ehtiyoj kelmaydi. Asosan yig'ib aytgan vaqtda Qur'onni tushunishda boshqa hech qanday bir narsaga emas, Qur'onniki tushunish, ya'ni Qur'onni tushunish metodiga ahamiyat bersa, boy deganga o'xshash bir Qur'onniki oyatni bir oyat 5 kelgan bo'lsa, uni tafsil tushuntirgan mazmun oxirsida bor. Bunu mufassal deydi Qur'on. İkinci bir so'risi bayon deb bayon qildi. Bayon deganni izohlash. Izohlash deganning o'zi nima desa, bir yerda bir jumla oyat bo'lgan bo'lsa, u yerda biz yaxshi tushunolmay qolgan bo'lsak, u oyatning o'zini, u oyatni tushuntirgan boshqa yerda boshqa oyatlar bor. Yani bir qancha yerda bor ba'zanlari. Osh oyatning hammasini bir yerga to'plab kelgan vaqtida, u nihoyat go'zal bir tushunchaga ega bo'lamiz. Shu vaqtda biz tushunmagandek hech qanday narsa qolmaydi. Hem bu Qur'onni tushungan vaqtida ameliyatimizga uyg'un masalalarning o'zini, jamiyatda bo'layotgan masalalarni eng yaxshi hal qila oladigan shaklda tushuntirdi. Qur'ondagi shu bayon qilish nimalari hammasi, oyatlar hammasi aynan nihoyat go'zal tushuntirdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz buni taxtashga ep qo'ydigan, faqat namozda o'qiydigan yoki qabristonda o'qiydigan bir kitob emas. Biz hayotimizda uni o'qib, hayotimizdagi masalalarni hal qiladigan bir kitob ekanligining o'zini hayatımızda özümüzün yol xaritasini aş kitapdan tapıdığanlığımızı, tepişki bulduğanlığımızı, aş yolu mağsak biz dünya ve ahirette biz galbege erişe alacağımızı bilişimiz lazım. Yani bu kitap Kur'an'da mı Yusabitullahu lezine amenu bil kavli sabit bil hayatı dünya ve bil ahiret diyen ayetin özünü mü? Dünya ve ahiret Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ispat kılıdı. Diyen muş ayetin özünü biz bilvasak buldu ki Kur'an-ı Kerim'de egeşken peygamber, yani peygamber aleyhisselam o'zi vaqtida qandoq g'alba qilgan bo'lsa, Qur'oni Karimga ergashsak, ashta g'alba qildiganligini o'zini Qur'on o'zi ko'rsatadi. Ya'ni u vaqtda biz Qur'on maqsad qilgan ma'noni yaxshi bilishimiz lozim va shu bo'yicha ish qilgan vaqtda nima qildi degan vaqtda Qur'onga to'g'ri ergashganligimiz bo'ldi, masalani to'g'ri hal qilganligimiz bo'ldi. Shu vaqtda qiyomat nima dunyoda ham g'albaga erishimiz, oxiratda ham uniki mukofotini olamiz. Qur'on yana asla dünyada cennetni tamoq qilib, cehennemde qutulush maqsadida ish qilishni prinsip qilmaydi. Qur'on dunyoda har qanday ishni Qur'oni Karimga asoslanib turib to'g'ri qilishni maqsad qildi. Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda ishni to'g'ri qila oladi inson. To'g'ri qilgan insonga berilgan mukofot nimasi to'g'ri qilgan insondan, ya'ni ishni to'g'ri qilgan insondan Alloh rozi bo'ladi. Allah razı olan insana Allah ne verdi mukafat sifatida o cennetini verdi. O aldınala cennet kiriş arzusu emas, aldınala işini qanday qilsam to'g'ri qilma degan arzuda bo'lish kerak inson. Shu vaqtda ishini to'g'ri qilgan vaqtda u Allohning roziligi keldi. Allohning roziligi kelgan ishning hammasi cho'lisa, oxirsida cennet o hammasi keladi shunga. Shuning uchun bu yerda Qur'onning o'zida inson özünün qilgan ishiga rahina deydi. Görü qo'yilguchi deydi. Yani bu yerdeki narsa nima degan vaqtda inson yaxshi qilgan bo'lsa,
yaxshi ish qilsa, uni jannatga go'ro'ga oladi degan gap. Yani jannat kiradi degan ma'no chiqadi. Yomon ish u odamni jahannam go'ro'ga olib degan gap. Ee, Allah razı olsun. Benim bayağıda demek şu an gipimdeme Kur'an mukaddes kitap emas degan narsa chiqmaydi, siz tushundirdilar uni. Albatta. Bu hayat kitabı bu şu. He. Mesela kaç günü bir ders anladım ben şu. Bu Muhammed Yusuf Hacı'mı devadı da biz Türklerde, Uygurlarda şu Kur'an-ı Kerim'ni şu yürükünün astığı koymaydıgan acayip uluk bir adet var dedi şu. Hmm. Bu başka millette de yok. Şu biz Türklerde, Uygurlarda minne bek uluklap minne kılımız dedi şu. Hmm. Menimce muşunu ucu hata şu. Evet. Çünkü sen onu sen yürük onun üstüde yak astıda kılışın olan ne kalmak senin için? Mesela Hmm. bir bina hazır nurgulluğun ikiz binalar var o. Sen Hmm. akar yürükün astıda koysan da üzerine uydu koyamaysan onun için üstüde koysan için. Ha Elbette. üstüdekini bari bir töpümüzden için. He. Bunda diğerlik yapamaz aslında. Hmm. Asli bir yerdeki maksat Hmm. Kur'an-ı Kerim'de bek ulug'lu etip tekçik yapıp koysa Yakup mesela bunun yakınlaşılan yollarının hemmisini mesela bir adamını bek ulug'lu etsek vay hocam dep şunda üzümüzü peskürep yakınlaşamayımız go aldığını ütenmeyimiz go yakışı. Doğru. Demek ki biz diyemeyimiz go. Elbette. Ama bu Kur'an-ı Kerim bu bizim hayat kitabımız. Hayatımızga yol başçılık kıldıgan kitap. Biz onu kaçarlıkken bas elip okuyalaydıgan. Meyli tertimiz olsun. Hmm. Meyli boğmusun. Meyli heyizler olsun bu ayalçı. Hmm. Yahudiler ayalla yakın kilometrik ama mesela için. Hmm. E, meyli o kafir olsun. Yakup olsun boğmusun şu. Aşı Hmm. Kur'an'ı elip okuyalaydıgan. E, onun karşı uluşanmaydıgan hala ekep koyduğun bardak tutsal kulağını biçit kılgan vaqtida onundan o kitapni biz tushunaleymiz. Doğru. Uning ichida nima yozilganligini bilalaymiz. Hmm. O'zimiz to'g'ri ma'nolaymiz. Boshqalar xato gap qilsa yo Hmm. bo'lmasa biz gapini anglashaqmi, tamam bu Qur'onga to'g'ri keladimi bu gaping Hmm. deb so'ralaydigan yigitimiz Doğru. demakchida. Doğru. Doğru. Hem de nurgun adamlar kandakka vakti işini el kılı dep karaydı. Bayatın biz diyen gapning xulasası mı çıkıdı? Hmm. Bu dini meselelerini yoki jamiyatda bo'layotgan meselelerni her qanday meseleni hal qilish uchun biz boy deganga o'xshash shu atrofiga qo'yilgan to'siqlarni tamoman elib o'tib Hmm. faqat Qur'on qaytgan vaqtida u vaqtda masalani hal qila olamiz. Misol bizniki shu hozir qancha qism bor? 95. 95. Shu muqaddimasini qo'shgan vaqt 96 qism bo'ldi. Muqaddimasi 0 qismdi. Shu Hmm. 96 qismniki hozir shuni qo'shgan vaqtida 96 qismning ichida ahkam to'g'riliq nurg'unlagan masalalar dedik. Misol davlatchilik deymiz, siyosat deymiz, masalan ichki tashqi siyosat dedik, iqtisod dedik, mush sohada hammasi to'xtaldik. Aslida har bir masala bir qatimliq dars bo'lish kerak edi. Biz shu vaqtda aldirab lekin shu bir qancha ahkamning o'zini bir yil dars qilib lekin ayndaq o'zi o'tkitib qoldik. Bundan keyin vaqtimiz chiqsa uni deymiz. Lekin bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karimga murojaat qilmay turib, Qur'oni Karimdagi prinsiplarni shuni tatbiqlashni bilmay turib, u masalaning o'zini hal qila olmaydi. Ya'ni bizniki diniy sohadagi diniy olimlarimizniki eng cho'ng kamchiligi nada degan vaqtida u Qur'ondan prinsip topolmaydi. Qur'on o'tirib qo'ygan prinsipni bilmaydi. Eng yomon yeri bu. O'qib ketadi, prinsip qo'yolmaydi. Iymon desa, iymon qo'yilgan prinsip nima degan vaqtning o'zida hech qanday bir narsa yo'q. U prinsipni tushunmaydi chunki u. Iymon qo'ygan prinsip nima degan vaqtda Qur'onning o'zi ochiq deydi, shirik keltirmaslik Allohga. Deb ochiq deydi. Shirik keltirmagan vaqtda Allohning bir bor birlikka iymon keltirish degan narsa qildi. Zaten baliq hamma deb ishindi. Uni shirik keltirdi insonlar. Men shu nimaniki, o'zimizning tarixini jiq ko'raman. Tariximizning o'zida uni video qilib ishlabdi hozirgi vaqtda. Tariximizda bizning ajdodlarimizmi butun koinotni yaratgan
bir Tengriga e'tiqod qildik shu vaqtda. Keyingi vaqt desa, paganizm degan bir ko'p tengrilik bir jamiyat paydo bo'lganki, xuddi Makka mushriklarga o'xshash, Makka mushriklarima Kabening ichiga 360 dan butni solib olgan. Hammasi har bir qabilaning bir taldan, ikki taldan ayndaq o'zi ilohlar bo'lgan. Shuning o'zini hammasini nim qilib, ilohlar to'plashgan bir uy bo'lgan Kabening o'zi shu vaqtda. Butxonada. Shu vaqtda o'zi shuning uchun o'zi yiliga bir kelib, u yerdan haji qildik deb shu butni aylanib ketgan bundaq ishlar shu vaqtda mavjud bo'lgan. Xuddi shunga o'xshash bizning Makka mushriklarimi koinotni yaratgan zotning borlig'ini e'tirof qiladi. Va lekin bu yerlik narsa nima desa, shu butlarning o'zi shu zotga uniki istaklarining o'zini yetkazadi. Yoki u zotniki o insonlarniki yordam berish va kaza ishlari shu oldiga tizib qo'ygan butlarning vositasida keladi. Bu shunday bir narsani tushundik misolda. Shuning uchun bu yerda ular haqni tushunmaslikka sabab bo'lgan narsa nima desa, sabab bo'lgan narsa orliqdagi to'salg'i va to'salg'ini rost deb o'zi o'tirib qo'yilgan diniy sohadagi tushunchalar misol. Shu vaqtda kitoblar bo'lsin, shuni tushuntirayotgan molla olsun, aşılar Allah'ını düşünüşke, tunuşka, yetişke tosalgıvatkan nesli. O hiç bir zaman özgergini yok. Hazır mı okşaş? Hazır mı Allah'ın tuğun tutgan kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i tuğunuklu koymayvatkan nesli mi diye vakti. Din namı da yazılgan mezheplerinin kitapları, akide kitap olsun, ahkam kitapları olsun. Ve şununla dair yazılgan usul kitapları. Onu bazağa selavatkan, onu dinde haklar tunuşturuvatkan dini alimler. Onun için o dini alimlara, yani kayda derken hap olmasın herhalde. Gepimiz eğer ketken bolsa. Ama biz doğrunu deyişimiz, milletke doğru nesini köstüşümüz bizim vazifemiz. Asla öz bu yerde hata nesini din dep köstüp milletni hata yolga başlaşımız bu doğru emas. Milletni hata yolga başlasak mandığara hata yolu olsa tamam millet eğer onun özüne nait eğri hata yolga başlap koygan vaqtda millet tamamen veyran bolduğan gep. O veyran bolduğan yolga seliş onun hainligini bildirdi mesela. Şunun için milletnin hain olup kalışını saklanışımız lazım. Yani jig'ib aytgan vaqtda bütün meselelerni hal qilishning birdan bir yo'li Qur'onga murojaat qilish. Qur'onniki shu nimasiga? Matnisiga misolda murojaat qilish va Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni nihoyat yaxshi tushunish. Qur'oni Karimni tushuntirish usulini Qur'oni Karimni yaxshi o'rganish. Mana bu shu narsalar hammasi nima degan vaqtda jamiyatdagi va o'zimizniki yo'llarimizni to'g'ri o'zi etmangishda nihoyat yaxshi bir o'zi yo'l tepish usuli hisoblanadi. Şu vaqtda biz xatolaşmaymiz. Bir odam bir gapni qilsa, buni manda qilsak to'g'ri bo'ldi deb lekin falon oyatga kallamizda u san bo'ladi. Falon oyatga asosan manda qilsak to'g'ri bo'ldi yoki manda qilsak xato bo'ldi deb shu yerda darhol lekin bir o'zi hukmni chiqara olamiz. Misol hozirgi vaqtda o'sha naqsh usuldan tortib hech qanday bir narsaning o'zini bir to'liq bir hukm chiqarmoqlik. Ammo Qur'on qarasak birdamchi uni hukm chiqadi misolda. Onu biz şu naqsh müzik sahasidagi şu nemada dersimizde onu so'zlab o'tdik. Shuning uchun bu yerda Qur'on nihoyatda hamma narsaga prinsipni o'tirib qo'ygan bu sistema bo'lg'ashqa bir tuzum bo'lg'ashqa bu tuzumga asoslanib turib uni hukm chiqarish nihoyat bir yaxshi bir narsa. Uningdagi insonlar qoida o'g'idek darajada har bir odam qanoat qilgandek darajada bir narsa chiqadi. Shuning uchun bu yerda bizniki davlatchilik degan nemimiz bor. Nurg'ulg'an har sohada so'zlagan narsalarimiz bor. Shuning o'zini shu zerikmay ko'z solgan nurg'ulg'an mush Qur'oni Karimning ichidagi o'zingni kallasida shubha bo'lib qolgan narsalarni o'zini tushuna olasizlar. Chunki u yer Qur'on tushuntirayotgan bo'lg'achqa biz faqat o'tirib vositachilik qilib uni tarjima qilib uyg'urchalashtirib bir narsa deyotgan bir insonlar misol. Shuning uchun bu yerda mushunga
ahamiyat berishni, ya'ni Qur'oni Karimni yeb olgan narsaniki nima ekanligiga ahamiyat berish va Qur'oni Karimning o'ziga murojaat qilishga ahamiyat berish nihoyat muhim. Mayli diniy soatdagi insonlarimiz olsun, mayli din mushu islom dinida mevatimiz degan insonlarimiz olsun, mushu sohalarga qattiq diqqat qilish, diniy sohadagi insonlarimizga yoki diniy kitoblarimizni o'qigan vaqtida uning to'g'ri xatolikqa aql ishiltishimiz nihoyat muhim yani. Allah razı olsun. Yeni birisiga bizdeki o başka iş kılıp İslam'a alakalar siladigendek nurgun kitaplarını şu tercüme kılıqlıq meyli şiiri olsun, meyli tarih olsun, meyli fiqhi olsun degendek şu. Hı hı. Ama bu şu Kur'an'ı tushunishga alohida, Qur'onning oldidagi to'solg'ularni yo'q qilib o'tish uchun Qur'ondan qanday tushuncha, qanday tushunib unichu hayotga tatbiqlik bo'ladi deydigan bunday kitoblarni tarjima qilmoqda bu xalqcha. Masalan, Hı. Yusuf al-Qarzaviyniki bu rahmatlik 1926 tug'ilib, 2023 tugab ketibdi. Barliq kitobni tarjima qildi bu Hı. bizningki angliq derneklichi. Hı. Faqat bir kitobi bor. Kur'an'ı anlamada yöntem diye bir kitap var ki Hı. bu kitabı tercüme kılmalı. Türkçesi var bunun için. Hı. Ha, ha. Ama Uygurcası yok karısı. Ama şunun okşaş bir amal kılıp Kur'an'ı düşünüşke yakınlaştırmaydı da. Doğru. Bunun gibi edemelik başka ne diyemiz yaman niyet var mı dep oylaydı tekrar. Acayip Hı. işler. Önemli işler. Endi bularda endi yomon niyat bor deb qaror qilib bo'lmaydi u diniy sohadagilarda. Hı. Ularniki tushungan dini shu, dinni tushunish usuli shu aslida. Biz deyotgan narsa nima degan vaqtda dinni tushunish usuli u emas deyapmiz-ku. Hı. Dinni tushunish usuli, u usul tafsir, usul fiqh, usul hadisni o'qish bilan dinni tushunga olmaydi. Hadis o'qish bilan, fiqh o'qish bilan dinni tushunga olmaydi. Yoki tafsir o'qib, u mufassirlarni yezib qo'ygan narsaning hammasini to'g'ri deyish bilan dinni tushunga olmaydi. Dinni tushunish usuli Qur'oni Karimda Alloh taolo o'sha Qur'onning o'zini mushundaq usul bilan tushunsang, uni tushuna olaysan degan bir qoida bor. Misol sura Hudning 5-da Estağfirullah. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milladun hakimin habir Allah ta'budu illallah degan oyat bor. Mushu diniy soat o'qigan odamlar so'zma-so'z yaxshi qilib tarjima qilib ko'rsatib bo'ldi. Ashuni tarjima qilgan vaqtida dinni tushunish usulini, masalan, Qur'onni tushunish usulini o'zini Qur'on ashar bayon qildi. Yana bir oyatda inna alayna bayana degan oyat bor. O Qur'oni Karimni tushuntirish, ya'ni sharhlash bizning ustimizlik ish deydi Alloh taolo. O nima degan bo'ldi degan vaqtda Qur'oni Karimda bir yerni sen tushunmagdek darajada bir yer bo'lib qolgan bo'lsa, uni mutlaqo tushuntirgan, ya'ni men tushuntirgan boshqa bir oyatlar bor, ashar izda shu vaqtda uningga sen tushuncha hosil qila olasan degan gap endi. Mana bu ikki nuqtaning o'zini yaxshi bilsa, aniki ashuna amal qilsa, u vaqtda u Qur'onni tushungan bo'ldi. O Qur'onning o'zini biz burungi darslarda deb o'tdik. Bu oddiy til bilan tushirilgan bir kitob. Nihoyat nimalari yaxshi bo'lsa-mu, jamiyatda nihoyat jiq odam tushuna oladigan bundaq holatdagi bir kitob. Yana o'z vaqtida 7 qiroat bo'yicha tushgan Qur'on degan bundaq narsalar bor. Keyin buning o'zini shu nimaniki Qurayshniki o'zi lahjasida ekan, shu nimasiga lug'atiga asoslangan degan nima bor. Çünkü o saatimni qilgan boshqa. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda xudoyilqi arablarmi shu turkiy millatlarga o'xshash, hozir Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar, Turkmanlar degandek bundaq ashuna o'xshash qabilaning ichida farqli bundaq bir narsalar bor-da. Xuddi endi shu yerda misol biz bo'ri desak, bir bo'rining o'zini biz bo'ri deymiz misol. Uni u nimaga qozoqlar nima deydi? Qashqir deydi. Qashqir deydi misol. Endi u yerda nima degan vaqt 7 qiroat bo'yicha degan vaqtda u Yanbi qabilaniki qashqir kelgan vaqtda payg'ambar alayhisalom
oyatni tushundigan vaqtda misol deyapman-da, bir bo'ra degan bir kelima kelib qolgan bo'lsa, so'zda Qurayshning o'zi, Quraysh qabilasi uni bo'ra deb nima qildigan ifodalaydigan bo'lsa, bo'ra kelimasi bilan oyatda qashqir deb ifodalaydigan qabilani qashqa kelgan chog'da bo'ri kelimasini ishlatmay qashqir degan o'zi kelimani ishlatgan so'zlar bo'ldi-da misol. Bundaq narsalar bor bu yerda. Bu yerda 7 qiroat desa, oyatda elifni so'zib, mayani so'zmaydigan unda qiroat emas. Kelima jihatda ma'no bir. Misol, biz nonni non deymiz. Bir non deymiz va turkcha ekmek deydi misol. Bu yerda misol biz Qur'onni tarjima qilgan vaqt bu yerda non, xubz degan bir kelima kelib qolsa, uni Uyg'urlar tarjima qilgan vaqt nima deb tarjima qilamiz? Non deb tarjima qilamiz. Turklarning qishga kelgancha ekmek deymiz uni o'zini. Xuddi shunga o'xshash payg'ambar alayhisalom o'xshamagan qabilalarning qishga kelgan vaqtda oning o'zini, nonning o'zini non deb bildigan qabilaning qishga kelgancha non, un ekmek deganni qishga kelgan vaqt bir millat bo'lsa-mu, un ekmek deydigan qishga ekmek misol. Biz galastikning o'zini galastik deymiz. Turklar uni karvat deydi. Karvat degan biz yotilgan yerning o'zini karvat deymiz odatda. Sapani biz sapa deymiz, ular qo'ltiq deydi misol. U kelgancha biz o'zimiz til bo'yicha turkni qishga olgan vaqtda sapada o'ldigan chog'da manda desak turkni sapani tushunmaydi. Shuning uchun bu yer Qur'ondagi andaq o'xshamagan millatni qishga kelgan chog'da uni tushuntirish yuzasidan bo'lsa-mu, uni kelimani andaq almashtirganlik haqida Qur'onda bundaq Qur'ondagi tushish jarayonlarini tushuntirgan kitoblarda mana narsalar bor. Shu bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bütün şu til birligini bir yerga akilish uchun hamma o'zi shu lug'atning hammasini bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom kimdi? Quraysh qabilasida. Andaq bo'lsa, bütün o'z Qur'onning ichidagi shu oyatlarning hammasini faqat shu bir nimaga lug'atga jamladik. Shu payg'ambar alayhisalom Quraysh qabilasiga tushgan narsa kelim bilan ifodalaganini qo'yib, qolganning hammasini kesib tashlab, shuni birini qo'yib qo'ygan, keyingi vaqtda desa, Umayya Abbosiya sulolasi zamoniga kelgan vaqtda asta-asta til birligi bir yerga kelgan misol. Bu nurg'ulg'a arablar nurg'un foydani keltirgan Qur'on. Misol shu til birligining o'zidimi Qur'onning nihoyat cho'ng roli bor. Masalan, bizniki Mahmud Qashqarning yozgan Turk tillar divonining o'zida bütün Türkiye millatlar ashunday o'z so'zlarini o'rgangan bo'lsa, hozirgi vaqtda bütün Türkiye millatlarning hammasiki so'zlari bir bo'lgan bo'ladi. Biz nonni ekmek deb yurmay, biz non deb yurmay, biz yani nas deb yurmay, hammasi bir xil nim bilan atgan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash bu yerda payg'ambar alayhisalommi nima vafot bo'lgandan keyin shu sahobalarning ichida to'xta bu oyatga andaq yozib bu Qur'on ayatigan o'zi bundaq ko'p lug'atli bundaq bir narsaga aylanib qoladi. Shu vaqtda bu nima chataq chiqdi. Unda bo'lgandan keyin biz bu yerda buniki faqat shu Quraysh tilida tushgan terpinlar, ya'ni qo'yib qolganning hammasini süpürüp taşıvataylı deb, onu süpürüp taşıvatken Araplarniki tilniki birlik kelishigimi cho'ng rol o'ynagan yani. Mana bu vaqtda. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda biz hozir shu nima meningda bir qancha 20 qism, 20 xil shu arabniki izoh lug'ati bor. U shu bir qanchasi shu nimaning ichida, internetning ichida shu internetda mana cho'q jiq o'zi lug'at, izoh lug'atlar borki, misol lisonul arab degan o'xshash jiq narsa bor. Shu lug'atning ichidami qabilalarning vaqtida qabilda anda deydi, ma qabilda manda deydi. Masalan, Hasan ibn Sabit degan bir shoir bo'lgan shu payg'ambar alayhisalom zamonasida. Ash qabil, ash odamniki nemisini she'risini jiq oladi. Shu nimaning o'zida, shu tafsirning o'zida, tafsirning ichidan bo'libmi, Qozi Bayzaviyni jiq she'rini akeldi. Sababi nima degan vaqtda bir oyatdagi bir lug'atning o'zini ifodalamoqchi bo'lsa, shoirlar shu vaqtda shu lug'atni qanday qo'llangan, qaysi ma'noda qo'llanganligi uchun qo'llangan, shuni dalil qilish uchun shu payg'ambar alayhisalomning zamonasida yoki undan burungi aytilgan she'rlardagi ifodalashning o'zini akelib, mana bunday ifodalandi, mundaq ma'noni ifodalaydi bu deb ayndaq nima qildi. Shuning uchun bu yerda
Arapniki konu edebiyatlarını bilish, masalan, Ashir muallaqı deymiz, Sabi muallaqı deymiz, Maqamat Lahrir deymiz. Onundan başqa şu şu zamanlara mənsub bolğan, yoki Peyğəmbər əleyhissalamın zamanı, yoki onun abi 20-30 yıl keyinki zaman bolsunmu, hem til özgürüp ketmegen zaman bolsa, misal, oma jih paydası oldu. Aşındaq näsilni okugan adamlarga bu Qur'oni Kerimning ichidagi bu oyatlarni, bu kelimlarni tushunish o'ng'ay to'xtaydi. Shu vaqtda Qur'onniki haqiqiy ma'nosining o'zini tushungil bo'ldi. Masalan, boya biz salat kelimasi to'g'riliq nima qildik? Salatning o'zi hozir namoz deb lekin faqat ashtaq tarjima qiliqliq. Aslida uniki lug'at ma'nosi shu koni til bo'yicha yordam qilish degan ma'noni ifodalaydi. Hem onunki istilah ma'nosini o'zi namoz, duo degan shundaq narsalarga nim qilib, Qur'oni Karimning ichiga chiqqan butun salatning hammasini namoz va duoga yig'inchoqlab, millatning o'zini faqat namoz o'qib duo qilish bilan band qilib, shundaq o'zi qilib qo'ygan. Uning uchun bu yerda shundaq haqiqiy ma'nosini nim qilgan vaqtda o'zaro bir-biriga yordam qilish bu insonlikning eng cho'ng o'zi insoniy xislat, misol. Bir odam qiyinchilikda qolib qolsin, yoki bilim jihatda qiynalib qolsin, yoki bir og'ir yenik narsalarni ko'tarish jihatda qiynalib qolsin, yoki muomala jihatda qiynalib qolsin. Har xil jihatdagi insonlarning nurg'ulg'an qiyinchiliklari bo'ladi. Ayda qiyinchiliklarga har jihatdan bir-biriga yor yo'lak bo'lish bu insonlikning ichidagi eng cho'ng o'zi bir majburiyat. Ya'ni Alloh taolo uning uchun Qur'oni Karimda salat kelimasini najih yerdan 80 natijada meniki esimde qolishi balki onundan jihmiki ayndaq o'zi zikr qiladi. Shuning hammasi nima bo'ldi degan vaqtida salat kelimasining haqiqiy ma'nosini tushungan vaqtida uniki insonlarga beradigan foydasini tushunganda bo'ldi. Uni apirib, shunday duoga yoki namozga apirib qo'ygandan keyin u inson foydasi tegmagan bir narsaga aylangan gap. Şoňa bizde tarixdan buyan muş salatning o'zini duo, namoz deb kelgandan keyin namozni jiq o'qiydigan, duoni jiq qildigan bo'lib, u namoz bilan duo bu ishni qilish bilan hech qanday ishni hal qilolmaydigan bir holat tushib qoladi misol. Şoňa bu yerda namozni yomon ko'rsatganlik emas. Namozni Alloh taolo farz qilgan bo'yicha o'qisak bo'ldi. Ammo uning sirtida Alloh taolo xalqi bo'lmagan narsani kesh qilavergan o'rinda boshqa narsani o'rganish, boshqa bir ishni qilish bu o'zi yaxshi bir narsa. Shuning uchun bu Qur'onni tushunishniki yana bir eng cho'ng o'zi nima terpi nima degan vaqtda Arabniki koni adabiyotlarning o'zini aqtirib ko'rgan vaqtida payg'ambarlik shu zamonda qilgan ish harakatlari misol shu Ibn Ishoqqa o'xshash misolda shu nima tarixi Tabari degan o'xshash shunday tarixni inchilab o'qib masalan diniy sohadagi insonlar yozgan kitob emas. Başqa şu o'zi normal yozilgan tarixni o'qigan vaqtda Qur'onning ichida nurg'ulg'an narsalarning o'zini tushungan bo'ldi misol. Bunda o'qish orqali Qur'onni keng doirada jamiyatga mos keladigan, jamiyatga masalalarni to'g'ri hal qila oladigan usulni tushunish bu hozirgi shu deyotgan chigilishib ketgan shu masalalarni hal qilishga zo'r ahamiyati bor. Shuning uchun qarindoshlarimiz bizning ba'zi bir gapni qilishimizda xafa bo'lishni hech qanday hojat yo'q. Ama Qur'onning o'zini tushunishga tirishsa, hech qanday o'zining bo'lmaydi misol. Ziyni bo'lmaydi. O'tgan bir arab olimniki gapini qilib, birisi gap qilib masalan, Ko'san ustozning o'zi gap qilib tashladi. Shu andaq mana deb. U odamning devatqining u odam tushunyapti. Yoki sizning kallangni o'tmasa u odam devatqini xatomi? Sen uning o'zi murtad, murjiya, kafir deb hukm qilishning o'rniga o'zing sen olim bo'lsang, berib shu odam bilan so'zlashmamsan. Bütün dünyada cihaz edip onun özünü, onu eski adam milletki tanıştırıcılık. Mesela Türkiye'de ben yok hazırki vaxtda Türkiye'de bolsam, aşağı hazırki Kur'ancı degen adamlarını hemmisini kaşıqı berip, paranlaşıp, uladın nurgun bilimlerini öğünüp mesela. Menin bu nurgun hata özü öğünmeye kalkan yoki yerlerin buluşu mümkün. Belki menin bu nurgulluğun ulağı paydam tegiş mümkün. Çıraylık söhbetleşip, işine söhbetiyle hal kısa, o vakit nurgula özüm paydalıdı, başka adamın payda bera alaydı misal. Bir adam özündeki itiqadındaki nesik okşamaygan bir gapni qilib qo'ysala, kafir, murtad, murjida 5 patman qalpoqni keydirish hech qanday hojat yo'q. İlim o'qigan, ahli ilim degan bir narsaga haqorat bu narsani o'zicha. Düşman yaratıştığın başka bir nersi yok şu bizim kalımızda.
Özümüz Bu keskin. bütünlüğü Mekke müşrikleri yoki şu tarixdan bu yan peygamberler karşı tutan insanlarını tutkan yolu aşıyor. Hem de bu Xitayning tutgan yolu yani bir tarafdan aytgan vaqtida. Bu Xitay Inimizga aşu bir adamni jamiyatda ish qilolmas qilib niyat qilsa, uni har xil laqamlarni qo'yg'izib, misol Mahsum hojim o'z vaqtida shunchalik o'zi yaxshi darsni qilib, bolalarga shunday dars o'rgatyapsa, u andaqga, mandaqga deb ashuna nurg'ulg'an laqamlarni qo'yib, mush hadisga ishonmaydi ekan, yoki bo'lmaydi, mushu nima ekan, vahobiy ekan degan o'sha nurg'ulg'an laqamlarni qo'yib, Mahsum hojimning o'zini ashundaq azoblagan insonlar bo'lgan shu vaqtning o'zida. Bu nima degan vaqtida Mahsum hojimni ash ishdan voz kechtirib, faqat u Mahsum hojimni ish qilmaydigan qilib etish kerakda. Shuning uchun qilayotgan bir tirishchanlik xolos. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizniki u yerda bilishga tegishli narsa nihoyat muhim. Ya'ni shu Qur'oni Karimning ichidagi shu narsaning o'zini shu Qur'oni Karim tushuntirgan bo'yicha tushunish uchun arabniki lug'atlarni istiloh ma'nosi emas, asli ma'nosini bilish va u grammatikasini to'g'ri selishni bilish, u yer usulni, misol grammatika usullarini o'zini yaxshi bilish. Bu shu narsa xalq yetarlik bo'ladi. Shu vaqtda ashna o'zi hech qanday bir odamning ko'z qarashini qo'shmay turib, mazhablarni qo'shmay turib, mushu jumla mushadi yoki mushu oyat mushadi nima ifodalamoqchi. Uning o'zini kallasida bir mulohaza qilib, andagi jamiyat amaliy ahvoliga sep turib, uning o'zini mushu jamiyat amaliy ahvoliga to'g'ri kelamdi. O masalani hal qila olamdi. Bunda holat tushungan vaqtda u Qur'onni tushungan olmaydigan hech qanday bir yeri yo'q. Yani bay degan o'xshash oddiy so'z bilan tarkib topgan, oddiy so'zdan tarkib topgan bir kitob. Onun uchun o'zi bo'ladi buni tushunishga. Aşağılıkı birisi bayatı yine ağzını mı şu gapning ayıgıda dediler. Kur'an'ı tushungili olmaydigan kitap deyishning o'zi eng cho'ng to'solg'ida. Elbette. Elbette. Eng cho'ng to'solg'ash shu. Qur'onni tushuntirdi deb anodagi boshqa narsa atrofini akib olishning o'zi butunlay xato yo'lga menishniki birinchi bosqichlar shu. Qur'on tushuntirgili olmaydi deb bir uni tamg'ini urdi. Oxirdan uni tushuntiradigan kitob deb mazhablarniki kitoblarni, ondagi rivoyatlarni akirib, unga u Qur'ondagi oyatlarning o'zini burmulab boshqa narsaga opirdi. Unidagi tamoman xato yo'lga menishniki yo'lining o'zini shu yerda o'zi boshlab oladi degan gap. Shuning uchun undaq narsani yiroq turish lozim Qur'oni Karimga yaqinlashgan insonlar. Kallani to'g'rilashda mindset deb qo'ydi. Qur'on tushungili bo'ladigan kitob. Allah bu aqllarni ishitinglar, tushundiganlar uchun, aqlini ishlatiganlar uchun buningda hikmatlar bor, buningda darslar bor, buningda savoqlar bor, bundan foydalanaysizlar degan bir kitob bu-chu. Agar unda bo'lmasa, bu tushungili olmaydigan kitobni menga berib, undan keyin yine mendan buningda savol so'rab qilsa, men albatta sen tushungili olmaydigan bir kitobni nozil qilgansan demamman, shundaymi? Elbette. Allah razı olsun. Ahmetcan kardeşim başka suallar var mı yok mu? Asasen ahırı kep kaldık. Doğrusu. Hem de keler katımda o bütün şu dersimizin özüne xulaslash, bunu neyim məqsəd qıldıq misalda, şu Qur'anın özüne oturup çıkırıp bunun məzmunlarını xalqımızın özüne xəbərdar qilishdiki məqsədimiz neyme ve degan sahada ve onu xulaslab bir nim qilaylı dedim. Xulaslagandan keyin keler qatimki darsda mush 2 yil narsa tugsa maqsadimiz va uni xulos sifatida nim qilsak, ondan keyin bu mushu hozir Qur'on nazar programmamizniki masala sohasi to'xtalish nemisini o'zini mush yerda bo'ldi qilayli deb o'yladim. Keyingi ta'tildan keyin degan vaqtda ta'tildan keyin inshaalloh Qur'onning 5dan boshlab bir tarjim qilib mağamız deb o'ylayapman. Har bir bölümni bir, mesela Qur'onda Sura Baqaraning o'zini 40 sajda deydi. 40 sajda deganing o'zi 40 bölümge bölündü. Har bir bölümning o'zini bir tarjim qilib shu yerda xulosalab qilsak, texim bak o'zi yaxshi bir narsa o'tirib chiqadi deb o'ylayman. Shuningga
Keler qatim ya bir ders ola yoki ikki ders ola bu eee, nima bu Hı. xulosa. Aha. Aşna bilen keler qatim ders aşı olsun dep oýuldum endi. Meyli meyli Allah razı olsun. Elime yaman uzun bir derisle bulup gitti buçu. Eee, Da olsama yine bir kuruk gap kılmadık işgalip toğru Doğru. gapni yetkizişke tirişdik. Allah razı olsun. Onda olsa kişiler 96. sanda karındaşlar bilen yine yüz görüşümüz. Hı. Allah razı olsun ustaz. Rahmet sizge. Oldu Allah'a emanet. Kadirlik Kur'an'ın nazarı programısının körünmenleri bugünkü Kur'an bilen aramızdaki tusalgılar degan dersimiz Mişe'de tamam buldu. İnşallah yeni keler hafta yine muş saatlerde görüşürüz. Nisp olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.